Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Inson bolasi bu foniy dunyoning arzimagan qog'ozlari uchun o'z jannatini, o'zining tuqqan onasini tiriklayin do'zaxga sotishi mumkinmi? Nahotki pul degan yovuz kuch ona sutidan ham, qon qarindoshlik rishtalaridan ham ustun kelsa? Bu kabi dahshatli savollarga javob izlashning o'zi insonni qaltiratib yuboradi. Kuzning suyak-suyakdan o'tuvchi sovuq va izg'irinli shamoli asrlar davomida jim turgan ulkan daraxtlardagi sarg'aygan barglarni ayovsiz yulib olib, ularni xuddi kimsasiz yetimlardek har atrofga beshafqatlik bilan sochar edi. Toshkentning eng obro'li, eng qimmatbaho mahallalardan birida qad rostlagan, osmonubar baland g'ishtin devorlar bilan o'ralgan dabdabali 3 qavatli koshonada og'ir va bo'g'uvchi sokinlik hukmronlik qilardi. Bu hovli tashqaridan qaragan har qanday oddiy odamga jannat makon bir go'shani, baxt va saodat qasrini eslatar edi. Ammo uning ichida yolg'iz o'zi yashayotgan mungli inson uchun bu ulkan imorat aslo isitmaydigan sovuq va kimsasiz bir oltin qafasdan zarracha ham farq qilmasdi. Katta va shohona bezatilgan mehmonxonaning eng to'ridagi baxmal kresloda 70 yoshlarning ostonasini qoralagan, nurli yuzlariga hayotning mashaqqatli ajinlari chuqur o'ralagan, ammo qorachiqlarida hamon cheksiz ona mehri va fidokorona sadoqat porlab turadigan Saodat aya xomushgina o'tirardi. Uning titrayotgan qo'llarida qalin va qadimiy xotiralar mujassam bo'lgan fotoalbom bor edi. U qaltiraydigan holsiz barmoqlari bilan bu sarg'aygan suratlarni bir-bir silab, o'zining navqiron yoshlik yillarini marhum turmush o'rtog'i Qodir Hoji bilan o'tkazgan eng baxtli va beqiyos damlarini, shuningdek 3 ta jigarbandi Zafar, Malika va kenja farzandi Mardonning beg'ubor bolalik chog'larini xotirlab, ko'zlariga achchiq yosh olar edi. Qodir Hoji bundan roppa-rosa 2 yil oldin bu bevafo olamni tark etgan edi. U poytaxtning eng taniqli va nihoyatda badavlat tadbirkorlaridan biri bo'lib, butun umri davomida farzandlarim mendan keyin hech narsaga va hech kimga zoriqmasin deb, kecha-yu kunduz tinim bilmay qora mehnat qilgan inson edi. U vafot etgach, bu katta shohona hovli, shaharning markaziy qismlaridagi bir nechta serdaromad do'konlar va bank hisob raqamidagi ulkan mablag'lar qonuniy ravishda Saodat ayaning nomiga rasmiylashtirib o'tkazilgan edi. Ammo mushtipar Saodat aya uchun bu beqadr boyliklarning va mol dunyoning bir chaqalik ham qadri va qizig'i yo'q edi. Uning bu dunyodagi yagona ovunchog'i, ko'zining oqu qorasi, yagona va o'lmas boyligi faqatgina farzandlari edi. Ammo Qodir Hojining o'limidan so'ng bu xonadonning fayzi ham, oiladagi qut-baraka ham, mehr-oqibat ham u bilan birga qora tuproqqa ko'milib ketgandek bo'ldi. Katta o'g'il Zafar o'zining tuganmas tijorati, yengiltak maishatlari va ma'nisiz do'stlari bilan butunlay band bo'lib, mushtipar onasidan faqatgina pul kerak bo'lgandagina qo'ng'iroq qilib xabar olar edi. Yagona qiz Malika esa aslzodalar va boy xonadonga kelin bo'lib tushganiga qaramay, pul va boylikdan ko'zi ko'r bo'lgan, to'ymas va o'ta xudbin tabiatli mag'rur ayolga aylanib ulgurgan edi. Oilada faqatgina kenja o'g'il Mardon ota-onasiga haqiqiy mehribon, qalbi toza, halol va juda sodda yigit edi. Ammo taqdirning o'ta qora va shafqatsiz o'yini sababli Mardon bundan 3 yil oldin halol pul topish, o'z kuchi bilan ishlash va kelajakda o'qish maqsadida uzoq Rossiyaga ketishga majbur bo'lgan. Oilasi va onasi bilan faqatgina telefon orqaligina gaplashib turardi. "Bolalarim, qora ko'z jigarbandlarim", deb ovozsiz pichirlardi Saodat aya Zafar va Malikaning suratlarini yuziga surtib. "Otangiz bizni tashlab ketganidan beri bu katta uyni huvullatib, meni yetim qilib qo'ydingiz-ku. Pul topaman, boyiman deb hammangiz qondoshlik va oqibatni butunlay yo'qotdingiz-ku bolam." Shu asabiy va mungli paytda tashqarida kutilmaganda qimmatbaho mashina signalining o'ktam ovozi eshitildi. Hovlining ulkan temir darvozasi g'ichirlab ochilib, Zafarning so'nggi rusumdagi qop-qora qimmatbaho mashinasi vajohat bilan kirib keldi. Uning ortidan darhol qizi Malikaning ham yaltirab turgan qizil mashinasi ko'rindi. Ikkala farzand ham negadir qattiq hovliqib, yuzlarida xavotir va sovuq qat'iyat bilan, bir-biri bilan asabiy nimadirlarni pichirlashgancha shoshilib ichkariga kirib kelishdi. Ularni ko'rgan Saodat ayaning nurli yuzi birdaniga yorishib ketdi.
U o'zining dardlarini ham unutib o'rnidan tura solib, qo'lidagi yog'och hassasiga zo'rg'a tayangan holda aziz farzandlariga peshvoz chiqdi. Voy bolajonlarim! Ko'zlarimning nurlari, kelinglar. Onangiz aylanib ketsin o'zlaringdan. Yaxshi qiynalmay keldinglarmi? Qanday yaxshi shamol uchirdi bugun ikkalangizni mening g'arib kulbamga. Men hozir darhol oshxonaga aytaman. Sizlar eng yaxshi ko'radigan go'shtli manti qilib berishadi bolajonlarim. U quvonchdan va sog'inchdan yig'lamsirab ularni bag'riga bosishga intildi. Ammo Zafar onasining qaynoq bag'riga o'ta sovuqqonlik bilan, xuddi begona odamdek sovuq muomala bilan javob qaytardi. Malika esa onasining yuzidan o'pish o'rniga yuzini burib, o'zining qimmatbaho charm sumkasini divanga beparvolik bilan irg'itdi. Oyi, ovqat-povqatning umuman keragi yo'q, ovora bo'lmang. Bizning qornimiz to'q keldik, dedi Zafar o'ta asabiy ohangda bo'ynidagi bo'yinbog'ini bo'shatib va nafasini rostlab. Biz siz bilan hozir juda muhim, hayot-mamotimizni hal qiladigan o'ta jiddiy bir masalani zudlik bilan gaplashib olgani keldik. Saodat ayaning yarador yuragi shu etib orqaga tortib ketdi. Odatda farzandlari bunday o'ta jiddiy va sovuq ohangda birgalikda kelib gapirishsa buning orqasidan qandaydir dahshatli va katta muammo chiqardi. U sekin titrab qaqshab o'zining kreslosiga cho'kdi. Tinchlikmi bolam? Nima bo'ldi o'zi? Rangingiz ham xuddi doshdek oqarib ketibdi. Yana tijoratingizda biror katta muammo bormi bolam? Faqat biznesimda emas, umuman butun hayotimda o'lim muammosi bo'lyapti oyi. Ovozini zarda bilan balandlatdi Zafar asablarini eplay olmay. O'tgan safargi kattakon davlat loyihasi butunlay bankrot bo'lib portladi. Men juda katta, millionlab dollarlik qarz botqog'iga botdim oyi. Agar qarz egalariga robba rosa bir hafta ichida o'sha ulkan pulni yopib bermasam, u vahshiy sheriklarim meni va mening butun oilamni aslo tirik qo'yishmaydi. Yer yuzidan yo'q qilib yuborishadi. Malika ham darhol o'zining ayyorona yuzi bilan akasining so'zini ma'qullab suhbatga qo'shildi. Oyi, mening ham uyda erim bilan munosabatlarim umuman yaxshi emas. Qaynonam degan yalmog'iz meni turli bahonalar bilan har kuni uydan haydab chiqarmoqchi bo'lyapti. Agar mening o'zimning shaxsiy kvartiram, barqaror daromad keltiradigan shaxsiy biznesim bo'lmasa, men ertagayoq bolalarim bilan sovuq ko'chada qolaman. Bizga, akamga ham menga ham zudlik bilan qo'lga tegadigan o'ta katta miqdorda pul kerak oyi. Saodat aya qattiq qayg'uga va o'yga toldi. Bolalarim, qora ko'zlarim, mendagi bor hamma pullarni axir o'tgan oyi o'zlaringizga oqizmay tomizmay bergandim-ku. Rahmatli otangizdan qolgan jamg'armalarni, do'konlarni ham o'zaro teng bo'lishib olgandingiz. Endi menda quruq nafaqadan, pensiyadan boshqa hech qanday vaqo qolmaganini o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Sizning o'zingizda naqd pulingiz yo'qdir, lekin sizning nomingizda dabdabali mana shu ulkan uy bor oyi, dedi Zafar to'g'ridan to'g'ri onasining mehrli ko'zlariga qarashdan qochib va yerga tikilib. Bu 3 qavatli hovlining haqiqiy narxi hozirgi qimmat bozorda kamida bir necha million dollar atrofida bemalol turadi. Shaharning qoq markazi bu joy. Bitta yirik xorijiy sarmoyador aynan shu uyni tekis qilib buzib, uning o'rniga o'ziga katta mehmonxona qurmoqchi bo'lyapti. Ular uyni zudlik bilan sotib olish uchun bizga juda katta, aql bovar qilmas pul taklif qilishyapti. Agar shu uyni zudlik bilan sotsak, mening ham qarzim yopilib jonim saqlab qolinadi. Malikaga ham o'zi xohlagandek qimmatbaho kvartira va alohida zo'r biznes olib beramiz oyi. Saodat aya o'z quloqlariga ishonmay eshitgan dahshatli so'zlardan haykaldek qotib qoldi. Bu muqaddas uy uning uchun shunchaki g'isht, beton va dabdabali bezaklardan iborat jonsiz bino emasdi. Bu uyning har bir g'ishtini rahmatli marhum turmush o'rtog'i Qodir hoji o'z qo'llari bilan mehr berib tergan. Bu xotiraga to'la hovlida uning qora ko'z farzandlarining butun bolaligi o'tgan. Har bir burchagida, har bir xonasida necha 10 yillik shirin va takrorlanmas xotiralar mujassam edi. Uyni sotamiz deysizmi? Mushtipar onaning ovozi titrab va bo'g'ilib ketdi. Axir bu otangizning yagona yodgorligi. Uning hidi qolgan tabarruk maskan-ku bolam.
Qanday qilib uni begonalarga sotasizlar? Xo'p, sotsangiz. Men qarigan chog'imda qayerda yashayman? Ertaga jigarbandim Mardoni musofirchilikdan Rossiyadan qaytib kelsa, u qayerga keladi? Ota makonini qanday qilib yotlarga, begonalarga bir hovuch qog'oz uchun berib yuborasizlar, bolam? Malika birdan asabiylashib, qimmatbaho tuflisini kiygan oyog'ini qattiq polga urdi. Oyi, qanaqa ota makon? Qanaqa yodgorlik va xotiralar haqida gapiryapsiz o'zi? Gap bu yerda faqat g'ishtlar emas. Gap bizning chinakamiga hayot-mamotimiz, tirik qolishimiz haqida ketyapti-ku. Akamni qarz bergan mafiyalar otib o'ldirib ketishdi. Siz shu bo'mbosh yodgorlikni quchoqlab, devorlarni silab o'tiraverasizmi yolg'iz o'zingiz? Yoki meni erim ko'chaga itdek haydab yuborsa, ikkita bolam bilan ko'chada tilanchilik qilamanmi? Nima? Bizni o'z jigarbandlaringizni shu jonsiz qanaqadir devorlarni deb tiriklayin qora yerga ko'mmoqchimisiz, oyi? Singlim 100% to'g'ri aytyapti, oyi. Davom etdi Zafar o'ta sovuqqonlik va shafqatsizlik bilan. Siz umuman Mardon haqida o'ylamang hozir. U uzoqda. Uning ishi u yerda juda yaxshi va daromadli. Biz unga bu uyni to'liq sotganimizdan tushgan pulning ma'lum bir qismini albatta chet elga yuboramiz. U o'sha yerdan o'ziga uy olib qishloqdagilardek yashab yuraveradi bemalol. Sizga kelsak, biz sizni hech qachon ko'chada och va yupun qoldirmaymiz, oyi. Zafar shunday deb shoshib cho'ntagidan qandaydir rasmiy hujjatlar solingan qizil faylni chiqarib, qaltirab turgan stol ustiga qo'ydi. Oyi, biz sizni o'zimiz juda yaxshi, sharoitlari a'lo va tinch joyga joylashtiramiz, xavotir olmang. Men o'zim shaxsan bitta zo'r va qimmat pensionat, xususiy sanatoriy topdim. Atrofi archazor va havosi o'ta toza tabiat qo'ynida. Malakali doktorlar doim atrofingizda parvona bo'lib xizmatingizni qilishadi. O'zingizdek tengqurlaringiz bilan maza qilib suhbatlashib, yeb-ichib asabni buzmasdan shohona yashaysiz u yerda. Atrofida yopiq qorovuli bor. Tashqaridan hech kim kirmaydi va mutlaqo xavfsiz. Uyning barcha boshlang'ich hujjati faqat sizning nomingizda. Hozir o'zingiz indamasdan mana shu rasmiy qog'ozlarga o'z qo'lingiz bilan qo'l qo'yib berasiz. Biz uyni daxsiz deb zudlik bilan sotish jarayonini bugundan boshlaymiz. Saodat aya bu qora niyatli farzandlarining shafqatsiz so'zlarini eshitib, miyasiga osmondan yashin urgandek karaxt bo'ldi. Uning quloqlari ostida dunyodagi hamma narsa g'uvillab ketdi. Pensionat, sanatoriy. Voy bolalarim, ko'zlarimning oq u qoralari. Nimalar deyapsizlar axir o'zlaringizni bilib? Bu sizlar aytayotgan joy xalq tilida oddiygina qariyalar uyi-ku. Sizlar o'z tuqqan oq sut bergan onangizni tiriklayin ko'chaga, qariyalar uyiga topshirmoqchimisizlar, a? Faqatgina shu pul uchun o'z onangizdan voz kechmoqchimisizlar? Mushtipar onaning nurli ko'zlaridan shashqator, achchiq va qonli yoshlar daryodek oqib tushdi. U holsiz qo'llari bilan yuzini yopib qattiq ho'ngrab yig'lab yubordi. Zafar bilan Malika esa bir-biriga zimdan ayyorona qarab olishdi. Ularning go'zallik va puldan qotib qolgan yuzida zarracha ham ona uchun achinish, shafqat hissi yo'q edi. Faqatgina shu uyni tezroq sotish va o'z qora rejalarini tezroq amalga oshirish uchungina yuzlarida soxta va jirkanch mehribonlik paydo bo'ldi. Malika onasining yoniga kelib, uning titrayotgan yelkasidan quchdi. Oyi, nimaga buncha ko'p vahima qilasiz arzimagan narsaga? Qariyalar uyi emish. Hozir zamon umuman o'zgargan. Juda zamonaviy va shohona yopiq joylar ochilgan. Biz sizni u yerga umrbod tashlab qo'ymaymiz-ku axir. Har dam olish kunlari ishdan vaqt topib albatta xabar olib turamiz, oyi. Faqat shu jonsiz uyni deb bizning kelajagimiz va butun hayotimiz barbod bo'lishiga, ko'chada qolishimizga aslo yo'l qo'ymang, oyi, iltimos. Agar hozir shu qog'ozlarga qo'l qo'ymasangiz, men ertagayoq nomusimdan ikkita bolamni olib, o'zimni daryo ko'prigidan suvga tashlab o'laman. Onaning bu dunyodagi eng ojiz, eng nozik nuqtasi bu qonidan bo'lgan uning farzandlaridir. Qaysi oqila ona o'z bolasi o'lim va halokat yoqasida turganda o'z uyini, keraksiz mol u dunyoni qizg'anadi axir.
Haqiqiy ota-ona o'z farzandi uchun hatto jonini, butun qonini ham zarracha ikkilanmay berishga tayyor bo'ladi har doim. Saodat aya yoshli va mungli ko'zlari bilan Zafarga uzoq qaradi. Uning ko'zlarida faqat o'tinib yolvorish va mehribonlik bor edi. Ammo Zafarning yuraksiz yuzi toshdek qotgan. Uning ko'r bo'lgan nazarida onasi shunchaki ko'p million dollarlik bitimga va savdoga asossiz xalaqit berayotgan qari va byurokratik bir to'siq edi xolos. Ko'p gapirmang. Tezroq qo'l qo'ying, oyi. Menga shunchaki uzoq yashash uchun pul kerak tamom, dedi Zafar o'ta sovuq va keskin ohangda qalamni uzatib. Saodat aya qaltiragan qora va ajinli qo'llari bilan sovuq ruchkani oldi. U qog'ozlardagi qora harflarni o'qiy olmasdi. Chunki ko'z yoshlari hammayoqni to'liq xiralashtirib yuborgandi. U bitta emas, o'zining 3 ta qora ko'z farzandini o'ylab va ularning baxtini tilab bu halokatli imzoni chekayotgan edi. Mayli. Bu dunyoda men yolg'iz o'zim ko'chada qolsam ham mayli. Faqat shu bolalarim baxtli va omon bo'lsin. Rahmatli otasining ruhi qabrida chirqillamasin degan so'nggi va pokiza o'y bilan qog'ozdagi hujjatlarga imzo chekdi. Zafar qog'ozlarni xuddi oltin topshilgandek yulqib olgandek tezda yig'ishtirib jildga soldi va yuzida tabassum paydo bo'ldi. Rahmat sizga, oyi. Biz bugun tushdan keyinoq shu hujjatlar bilan xaridorlar bilan uchrashib bitim tuzamiz. Siz barcha kerakli shaxsiy narsalaringizni yig'ishtirib tayyor bo'lib turing. Ertaga ertalab saharda sizni o'zim o'sha men aytgan zo'r va tinch joyga o'z qo'lim bilan olib borib joylashtirib qo'yaman. Ular shu zahoti quvonch bilan xoxolab uydan chiqib ketishdi. Saodat aya ulkan va huvillagan xonada butunlay yolg'iz qoldi. Bu qadrli uy endi uniki emasdi. U o'zining titroq qo'llari bilan o'z qafasini o'limga sotib, o'zini umrbod do'zaxiy surgunga hukm qilgan edi onalik mehri sabab. Lekin mushtipar ona oldinda o'zini kutib turgan do'zax va dahshatning asl ko'lamini, o'zining go'shtidan bo'lgan farzandlarning bu bitimdan keyingi qiladigan asl qonli xiyonatini hali to'liq anglab yetmagan edi umuman. Ertasi kuni ertalab kuzning o'ta sovuq va asabni egovlagudek yomg'iri maydalab tinimsiz yog'ar edi. Zafar erta tongdan uyga kelib, onasining butun umrlik hayotidan qolgan atigi 2 ta kichkina tugunchaga joylangan oddiy kiyimlarini mashinaning yukxonasiga hazar qilgandek irg'itib otdi. Oyi, tezroq bo'ling, chiqing. Menga hozir uyni olgan xaridorlar keladi tekshirishga. Uyni zudlik bilan bo'shatib ularga kalitni topshirishimiz shart, deb asabiy o'shqirdi u eshik oldida turib. Saodat aya o'zi roppa-rosa 40 yil baxtli yashagan bu hovliga bir vaqtlar oq ko'ylakda kelin bo'lib tushgan. Bolalarni oq yuvib oq tarab ulg'aytirgan. Har bir burchagida, har bir devorida rahmatli Qodir hojining qaynoq nafasi sezilib turgan muqaddas xonalarga so'nggi marta ko'z yosh bilan, to'yib mehr bilan qaradi. U qaltiragan lablari bilan devorlarni siladi. Hovlidagi o'zlari ekkan qari anjir daraxtini qattiq quchoqlab ho'ngrab yig'ladi. Meni kechiring dadasi. Men qasamimda turolmadim. Uyimizni va o'chog'imizni asrab qola olmadim axir bolalarimiz deb, deya alam bilan pichirladi u. Qora mashina Toshkent shahrining markazidan chiqib, ancha uzoqqa, shahar chetidagi qandaydir ko'rimsiz va kulrang binolar qad rostlagan, atrofi baland va xunuk temir panjaralar bilan o'ralgan olis joyga kelib to'xtadi. Bu yerdagi mudhish manzaraning o'ziyoq kelgan insonning yuragiga qandaydir vahima va g'ulg'ula solardi. Hech qanday archazor, hech qanday zamonaviy pansionat yoki tibbiy sanatoriy haqida umuman gap bo'lishi mumkin emasdi bu xarobada. Bu qorong'u bino, tashlandiq va davlat hisobidagi, faqat eng nochor kimsasiz qariyalar va nogironlar saqlanadigan uyi. Xalq tilida aytganda muruvvat uyi edi. Mashinadan zo'rg'a tushganda Saodat ayaning yarador yuragi qattiq orqaga tortib ketdi. Ulkan binoning yuzasi yomg'ir va qordan oqarib chirib ketgan. Derazalardagi eski bo'yoqlar ko'chgan va oyna o'rniga plyonkalar tutilgan edi. Zax hovlida eski nogironlar aravachasida o'tirgan. Yuzlaridan allaqachon nur va umid qochgan. Ma'yus va tiriklayin tashlandiq holatga kelgan qariyalar bir nuqtaga ma'nosiz tikilib o'tirishardi yomg'ir ostida.
Ularning jonsiz ko'zlaridagi tiriklayin o'lgan odamning ifodasi Saodat ayaning tomiridagi oqayotgan issiq qonini tom ma'noda muzlatib yubordi. Zafar bolam, bu qanday qorong'u joy o'zi? Nahotki sen o'z onangni mana shunday tashlandiq joyga doimiy tashlab ketsang? Axir sen menga zamonaviy sanatoriy deb qasam ichganding-ku bolam. Onaning titrayotgan qo'llari o'g'lining qimmatbaho paltosiga qattiq yopishdi najot kutib. Ammo Zafar onasining qo'lini qariyb urib yuborgudek qo'pollik bilan shartta siltab tashladi. Oyi ko'chada janjal qilmang, odamlar eshitadi. Hozir menda siz aytgan u qimmatbaho shaxsiy sanatoriylarga har oy millionlab to'laydigan ortiqcha pul yo'q umuman. Shu xaroba yerning o'ziga ham sizni joylashtirish va yashirish uchun ochko'z direktoriga qancha ming dollar pora berganimni siz qayerdan ham bilasiz. Ular sizni hech qanday hujjatsiz, o'lik tirikligingizni ro'yxatsiz qabul qilishga rozi bo'lishdi zo'rg'a. Kiring ichkariga. Qariyaligingizni qilib gapni ko'paytirmasdan tezroq kiring. U yig'layotgan onasini zo'rlik bilan sudrab bino ichidagi qorong'u yo'lakka yetaklab kirdi. Kichkina va xira chiroq yoritib turgan iflos direktor xonasida semiz va yuzida sovuq ilondek ifoda qotib qolgan bir poraxo'r ayol viqor bilan o'tirardi. Men aytilgan pulni to'liq oldim va sanadim. Lekin kelishuvimizga ko'ra onangiz hech qanday rasmiy davlat ro'yxatida va reyestrda umuman turmaydi bu yerda. O'lganlar yoki kasal bo'lganlar haqida tepaga hech qanday hisobot berilmaydi, shuni biling. Tushunarlimi sizga? Dedi direktor ayol qattiq va asabiy ohangda pulni tortmasiga yashirib. Menga uning qanday yashashi umuman farqi yo'q. Eng asosiysi u umrining oxirigacha shu temir darvozadan umuman chiqmasin va tashqaridagi hech kimga umuman qo'ng'iroq ham qilmasin. Bizning yana 3-chi o'g'limiz bor, uzoq Rossiyada ishlaydi. U qari onam bilan qandaydir yo'llar bilan mutlaqo bog'lanib qolmasligi va joyini bilmasligi o'ta muhim. deya Zafar direktorga yana bir dasta $100 ko'p pullarni uzatarkan. Bu dahshatli xiyonat va sotqinlik so'zlarini o'z quloqlari bilan eshitgan Saodat ayaning onalik yuragi zarbadan to'xtab qola yozdi. Zafar, sen qonimdan bo'lgan bolam, nimalar deyapsan axir? Nega o'z ukang Mardon bilan bir og'iz gaplashishimni, ovozini eshitishimni taqiqlaysan mendan? Meni o'z uyingdan haydaganing yetmay endi haqiqiy qamoqqa asirlikka tashlayapsanmi jigarbandim? Ona faryod qilib o'z o'g'lining oyog'iga tiz cho'kib yiqildi. Meni iltimos uyga olib ket Zafar bolam. Mayli uyni xohlaganingcha sotib, hamma pullarini o'zing va xotining olaver, mayli, rozi bo'laman. Men ko'chada, yerto'lada yoki omborda yashashga ham zarracha nolimay rozi bo'laman bolam. Faqat shu sovuq do'zaxga ko'z yoshlarimni to'kib tashlab ketma, aylanay. Ammo Zafarning ko'zlari allaqachon boylikdan ko'r, quloqlari esa insoniylikdan kar bo'lgan edi. Shaytoniy pul uning qalbini shu darajada toshga aylantirgandiki, tuqqan onasining olovli ko'z yoshlari unga faqatgina asab buzilishidan boshqa hech qanday hissiyot bermasdi. Qo'yib yuboring meni. U onasini yana qattiq itarib yubordi, poyabzalini artib. Bunga faqatgina o'zingiz aybdorsiz, oyi, tushundingizmi? Hamma e'tiborni va pullarni, bor mehrni doim o'sha sizning erkatoyingiz Kenja Mardonbekka berardingiz, hammadan qizg'anib. Endi o'sha suyukli va zo'r o'g'lingiz kelib sizni bu do'zaxdan qutqarib ko'rsin chiqani. Biz uni ham aldab, o'zining joyida tinchgina qoladigan yo'lini allaqachon qilib bo'lganmiz. U shunday g'azab bilan dedi-da, yerda yig'lab yotgan onasiga bir marta ham orqasiga qaramasdan temir eshikni tars etib yopib shiddat bilan chiqib ketdi. Saodat aya qorong'u va sovuq kafel ustida yuztuban yotib, o'zining dahshatli, aslo qaytib bo'lmas sharmandali o'limiga o'z qo'li bilan onalik qilib imzo chekkanini to'liq anglab faryod etdi. Uning qalb faryodi, ho'ngrab yig'lashi butun zax koridorni tutdi. Lekin bu o'liklar yashaydigan do'zaxiy uyda bunday qabrdagidek yig'lar va ingrashlar har kuni yuzlab marta eshitilgani uchun bunga hamshiralar ham, qariyalar ham zarracha e'tibor qaratmas va hatto eshitmas edi. O'sha mash'um kuni kechqurun dabdabali uyni sotish bo'yicha oldindan shartnoma qonuniy imzolangan va katta pullarning birinchi qismi Zafarning qo'liga naqd olingan edi. Zafar va Malika poytaxtning eng qimmat va dabdabali restoranlaridan birida qimmatbaho shampan vinosi ochib,
O'zlarining bu shaytoniy va muvaffaqiyatli qonli bitimi sirini quvonch bilan nishonlab o'tirishardi. Aka, ota hovlimiz ajoyib va o'ta qimmat narxga sotildi, omadimiz bor ekan. Tabriklayman sizni bu yutuq bilan. Sizning qarzlar ham qutulishib ketadi endi. Endi menga boya va'da qilib aytgan katta ulushingizni ajratib hisobimga o'tkazib bersangiz deyman. Shunda erimning va qaynanamning oldida yuzim nihoyat yorug' va tili uzun bo'ladi, dedi Malika jilmayib qadahni baland ko'tarib. Albatta senga ham oldindan kelishilgan aytgan ulushimni beraman singlim, xavotir olma. Eng asosiysi anavi onamiz u zax yerdan hech qachon chiqa olmaydi umrbod. Ochko'z direktor ayol esa yana pul bersam pul uchun o'z onasini ham tiriklayin sotadigan ifloslardan biri ekan. Kafolat 100% biz tomonda. Kuldi Zafar viqor bilan sharobdan xo'plab. Bu juda yaxshi aka. Lekin meni qiynayotgan bitta katta muammo bor xolos. Mardonchi. U musofirdan qo'ng'iroq qilsa nima deb javob beramiz u ahmoqqa? Axir u doim onam bilan har 3-4 kunda bir xavotir olib qo'ng'iroq qilib uzoq gaplashib turardi-ku. Yoki u topolmay xavotirlanib uchastkovoyga xabar bersa nima bo'ladi, yomon bo'lmaydimi? U militsiya bilan kelib qidirsa bizning yashirin sirlarimiz ochiq fosh bo'lib ketadi-ku aka, dedi Malika ko'zlarida qattiq xavotirlanib qadahni stolga qo'yib. Zafarning sovuq yuzida yana o'sha shaytoniy va o'ta shafqatsiz bir tabassum paydo bo'ldi. Sen bunisi haqida mutlaqo xavotir olma singlim, o'zim hal qilaman. Men bu asab buzish masalasini aynan bugun qonuniy hal qilaman. U ahmoq go'l bola bir umr qaytib bu O'zbekistonga qadam bosmaydigan va kelmaydigan bo'ladi hozir. U shunday o'ziga ishongan holda deb qimmatbaho paltosi cho'ntagidan telefonini chiqardi va uzoq Rossiyadagi ukasi Mardonning raqamini sovuqqonlik bilan terdi. Bu vaqtda qorli Moskvada qahraton sovuq qish arafasida Mardon o'zining ishchilar yashaydigan eski va zax ijaraga olingan ko'rimsiz kvartirasida qattiq charchoq bilan issiq choy ichib o'tirgan edi. U robbarosa 3 yildan beri og'ir va xavfli qurilish ishlarida tinimsiz kecha-yu kunduz mehnat qilar edi. Topgan halol pulining deyarli yarmidan ko'pini doim o'zi yemay onasiga quvonch bilan jo'natar edi. O'zi esa kelajakda Toshkentga to'planib qaytib kichikroq bo'lsa-da halol biznes ochishni pokiza orzu qilib umid bilan yashardi. Uning bu qattiq hayotdagi yagona daldasi va nuri faqatgina mehribon onasi edi. Otasi Qodir hoji vafot etgach, u ayniqsa yolg'iz qolgan onasiga butun borlig'i bilan bog'lanib qolgan edi. Akasi va opasining boylikka berilib uydan va onasidan umuman xabar olmasligini u yaxshi bilgani uchun ham ularni doim chetdan tez-tez bezovta qilib qattiq turar. Doim onasiga yordam so'rardi g'azab bilan. Eski telefonining ekrani yorishib Zafar akam degan yozuv chiqdi jiringlab. Mardon hayron bo'lib darhol go'shakni ko'tardi. Alo. Assalomu alaykum Zafar aka. Yaxshimisizlar barchangiz ishlar bilan? Oyimning sog'liqlari tuzukmilar? Men bugun ertalabdan beri 2 marta qo'ng'iroq qildim negadir. U kishi o'z telefonlarini ko'tarmadilar, xavotir oldim. Mardonning charchagan ovozida qattiq mehr va onasiga bo'lgan samimiy xavotir aniq bor edi. Zafar o'zining g'addor ovozini sun'iy tarzda yig'lamsiragan va o'ta fojiali qildi aktyorlarcha. Mardon uka, o'zingni qattiq qo'lga olgin hozir, dedi u zo'rma-zo'raki duduqlanib tutilib. Nima bo'ldi axir? Aka gapiring tutilmay. Oyimga nima qildi to'satdan? Mardonning o'tirgan joyidan, stuldan qanday tez uchib turganini o'zi ham dahshatdan bilmay qoldi. Oyim bugun ertalab to'satdan og'ir yurak xuruji bo'ldi uka. Biz darhol tez yordam chaqirdik. Lekin afsuski biz shifokorlar bilan ulgurmadik uka. Biz hammamiz mushtipar oyimdan ayrilib qoldik tayanchimizdan. Mardonning quloqlari ostida go'yoki butun dunyo atom bombasidek portlab ketgandek bo'ldi barcha umidlari bilan. Uning nafas olishi to'xtab, tomiridagi qoni muzlab qoldi. Nimalar deyapsiz axir? Qanaqasiga o'ladilar? Kecha. Axir men faqat kechagina u kishi bilan uzoq kulib gaplashgan edim-ku, soppa sog' edilar. Ovozlarida umid bor va juda yaxshi baxtli edi-ku. Yolg'on gapiryapsiz aka. Menga bunday o'lim bilan hazillashmang asabimni buzib, deb telbalarcha baqirib yubordi u ko'z yoshlari oqib.
Men senga o'z onamning o'limi bilan qanday qilib yosh boladek hazillashaman ahmoq. Biz hozirgina hamma qarindoshlar bilan janozadan qaytib keldik uyga. Senga hatto dahshatdan telefon qilishga ham menda zarracha kuchim qolmadi alamdan. Butun mahalla hamma yig'lagan. Qon yig'ladi farishtamizni kuzatib. Men hoziroq aeroportga boraman, tushundingizmi? Ertagayoq eng birinchi reysga chipta olaman qarzga bo'lsa ham. Men albatta tez yetib borishim kerak qabrlariga tuproq tortgani. Mardon qaltiragan qo'llari bilan boshini changallab torxona ichida vahima bilan yugura boshladi. Yo'q, umuman keragi yo'q, o'tir joyingda. Aslo kelma bu yerga. Zafarning ovozi birdaniga qattiq, sovuq va asabiy buyruq ohangida chiqdi. Kelib nima o'zgaradi, nima qilasan kelib a? Janoza o'z vaqtida chiroyli o'tdi. Qora tuproqqa olib borib qo'ydik. Yana sen bu yerga keraksiz joydan kelsang, faqatgina o'ta katta ortiqcha xarajatlar va muammolar bo'ladi. O'zing yaxshi bilasan, mening butun biznesim ancha orqaga ketgan, xonavayron bo'lganman. Juda katta qarzga o'lgudek botganman. Hatto kattakon uyni ham zudlik bilan arzon sotishga majbur bo'ldim bugun ertalab qarzimni va janozani yoqish uchun. Sen bu yerga kelib faqat o'zing bilan muammo va g'alva orttirasan, tinchligimizni buzib. Hozir o'zingda u yeringda na tayinli pul bor, na doimiy zo'r ish bor. Rossiyangda jim o'tir va tinmay pul top, ishingni qil. Yil oshi bo'lganda bir aylanib kelarsan, puling ko'paysa. Agar tushunmay hozir yetib kelsang, qasam ichaman, men seni uyga ham yaqin kiritmayman. Biz o'z g'amimiz va dardi alamimiz bilan o'zimiz amallab olaylik hozircha. Aka, siz o'zi jinni bo'ldingizmi, nimalar deyapsiz axir? Men o'z jondan aziz onamning qabriga ham kelib bir siqim tuproq tashlamaymanmi o'g'il bo'lib? Qanaqa arzimagan pul haqida gapiryapsiz? Qanaqa uy yana? Siz otam qurgan uyni onamning janozasi chiqmasdan sotdingizmi? Ota hovlini ya onamning janozasi o'tgan azali kuni. Mardon o'zining g'uldirayotgan quloqlariga o'zi qattiq ishonmasdi. U akasining yovuzligi va qahri bu darajaga shafqatsiz yetganini umrida hech qachon hatto tushida tasavvur qilmagan edi. Men senga kerakli gapni qisqa qildim. Uyni sotdim va pulni qarzdorlarga ro'yxat bo'yicha berdim qutulish uchun. Sen bu yerda, O'zbekistonda hech kimga umuman kerak emassan, tushundingmi? Bo'ldi, tamom hammasi. Menga boshqa qayta telefon qilib asabimni quritib buzma, tushundingmi? Go'shak sharti va shafqatsizlarcha qoyildi. Qisqa va sovuq gudok ovozlari Mardonning muzlab qolgan miyasiga xuddi og'ir temir bolg'a bo'lib urilardi uzluksiz. U sovuq yerdagi yirtiq gilam ustiga cho'k tushib, baland ovozda hayvondek o'kirib ho'ngrab yig'lab yubordi. U o'zini shunday holsiz, shunday cheksiz ojiz, shunday mudhish baxtsiz his qildiki, go'yoki hozirgina butun qora osmon faqatgina uning ustiga ezib qulab tushgandek edi. Eng og'iri va alam qiladigani, u yolg'iz qolgan mushtipar onasining so'nggi nafas olgan kunlarida uning yonida azobida bo'la olmadi musofirlik sabab. Onasining ajin bosgan issiq qo'lidan tutib ko'ziga surta olmadi. Akasi va opasi uni o'ta xiyonatkorona va pastkashlarcha uydan, otasining merosidan va eng asosiysi jondan aziz onasining muqaddas vujudidan to'liq judo qilishgan edi tiriklayin. Uning pokiza qalbida bu qora yovuzlikka, bunday ochiq adolatsizlikka nisbatan g'azab va qonli nafrat aralashgan ulkan va yo'q qiluvchi bir to'fon paydo bo'ldi, qasosga chanqoq. O'sha mash'um tunda Saodat aya Muruvvat uyi deb atalmish qariyalar qamoqxonasining tor va sovuq devorlaridan zax oqib turgan, 4 ta zanglagan temir karavot zich qilib qo'yilgan qorong'u palatasida majolsiz yotardi. Derazaning temir panjarasidan tushayotgan sovuq oydin nuri uning sarg'aygan, ko'z yoshdan ko'pirib g'ijim bo'lib ketgan yuzini xira yoritardi. Uning xonadoshlari, umri tugab keksayib qolgan va aqliy tomondan butunlay zaiflashib qolgan tashlandiq kampirlar chuqur uyquda. Faqat ulardan biri qandaydir tushunib bo'lmas g'alati tovushlar chiqarib alanglar va alahsib xirillardi. Saodat ayaning xiralashgan ko'z o'ngidan qonxo'r farzandlari Zafar va Malikaning qiyofalari kinodek o'tar edi. U o'z jigarbandi bolasiga nima yomonlik qildi o'zi? Ularning yoshligida nimani kam qildi boshqalardan a?
Kechalari mijja qoqib uxlamasdan ular kasal bo'lganda dodlab. Har birining tepasida qaltirab tong ottirgani. O'zi yemay ichmay ularga eng yaxshisini kiydirgani. Shularning cheksiz mehnati evaziga yakuniy badali mana shu sovuq va xitlangan qariyalar uyumi oxir oqibat. Nahotki inson qonli qalbi shu qadar tez va arzoniga pul va nafs botqog'iga chuqur botib ketishi mumkin bo'lsa, u ko'ksiga qisgan qo'ynidan qandaydir ezilgan qog'oz parchasini olib o'zining yuziga bosdi yig'lab. Bu yagona yupanch mardonning uydan chet elga ishga chiqib ketayotib, onasining yostig'i tagiga yashirincha qoldirib ketgan eski fotosurati edi. Rasmda navqiron mardon ochiq va beg'ubor kulib turar. Otasi va onasini orqasidan qattiq quchoqlab olgan baxtli onlar muhrlangan edi. Mardonjon, mening kenjatoy bolam, deb pichirladi Saodat aya holsiz va titroq ovozda rasmga termulib. Senga u yirtqichlar nima dahshat deyishgan ekan, qarg'alarim. Senga nima deb qonli yolg'on gapirishdi ekan bu vijdonsiz va diyonatsiz qotillar. Sen yolg'iz onangni chindan o'ldi deb o'ylayapsanmi, musofir jigarim? Meni endi qaytib qidirmaysanmi qabrimni qidirib izlab? Axir sening oqila onang shu qabristondek zax devorlar orasida. Umidsizlikdan itdek xor bo'lib bir kuni o'limi olib ketishini mutlaqo bilmaysan-ku go'l bolam. Saodat ayaning o'pkasi to'lib ingragan yig'isi kechki qariyalar uyining o'ta sovuq va qorong'u yo'laklarida aks sado berib, butun zulmat qobig'iga va devorlarga singib ketdi. Uning ohini hech kim eshitmadi. Uning boshini silab hech kim yupatmadi. Insonning qon qarindosh insonga qilgan bu mudhish xiyonati va qotilligi hatto yaratganning ulug' arshini ham titratib yuborgandek g'oyat og'ir va mudhish jinoyat edi. Ammo Saodat aya ham, uning qonli qotil farzandlari ham bilmasdiki, yaratgan egam hech qachon bunday qora adolatsizlikni javobsiz va ochiq qoldirmaydi aslo. Qachondir va albatta qayerdadir baribir shu barcha gunohlar uchun jazosini tortish va javob berish vaqti keladi. Faqat bu og'ir javob qachon va aynan qanday sharoitda bo'lishi ilohiy taqdirning eng katta sirli sinoati edi. Va bu ilohiy sir roppa-rosa bir necha yildan so'ng, o'ta qorong'u va sovuq bir tunda Toshkentning yomg'irli ko'chalarida yurar eski taksining orqa o'rindig'ida chaqmoqdek portlashi oldindan belgilangan edi. Oradan yana dahshatli va bitmas tuganmas 3 yil o'tdi jimgina. Rossiyaning o'ta uzoq va qoni muzlatuvchi sovuq o'lkalaridan biri Sibirning qahraton va ayovsiz qishi o'zining shafqatsiz darajadagi sovuqligi bilan inson suyaklarigacha dahshatli va qaqshatqich titroq solardi. Mardon aynan ana shu muzlagan va shamolli ulkan qurilish maydonlarining birida. Egnida qalin bo'lsa ham ammo allaqachon eskirib, titilib yirtila boshlagan yupun kurtkada, qo'llari qora qadoqqa va yaraga aylangan teshik qo'lqop bilan o'ta og'ir sement va beton qorishmasini tinmay tashib ishlar edi tongdan tungacha. Uning chiroyli yuzi sovuqdan toshdek qorayib yorilib ketgan. Ko'zlaridagi yoshlik nuri, o'sha quvnoq va doim umidvor bo'lgan Olif allaqachon umidini uzib so'nib bo'lgan edi. U endi aslo 25 yoshli yosh va navqiron yigit emasdi qiyofasidan. Go'yo yelkasida butun dunyoning bitmas tuganmas g'amini va toshini qotirib ko'tarib yurgan 40 yoshli o'ta charchagan qari odamga o'xshab qolgandi. Zafarning o'sha mash'um va yurakni pora qiluvchi yolg'on qo'ng'irog'idan keyin Mardonning butun hayoti, barcha orzulari butunlay o'z ma'nisini to'liq yo'qotgan edi. Onasining to'satdan vafot etgani degan so'z, uning janozasiga hatto yetib bora olmagani, uning sovuq tuprog'iga yig'lab bir siqim tuproq tashlay olmagani dardi, uning yosh qalbida shunday dahshatli va qonab turuvchi chandiq qoldirgandiki, u bu chidab bo'lmas og'riqni hech qanday og'ir jismoniy ish bilan, hech qanday tana charchog'i bilan zarracha ham unuta olmasdi aslo. U har qora kecha zax yotog'iga holsiz qaytganda sovuq xonaning yirtiq shiftiga termulib tikilib, mehribon onasi bilan o'tkazgan o'sha so'nggi shirin suhbatlarini, uning Mardon bolam, sen o'zingni musofirda ehtiyot qil. Har doim issiq kiyinib yur asrab. Sen mening oxirgi yagona suyanchigimsan degan mehrga to'la ilohiy ovozini eslab, dod deb tonggacha ho'ngrab yig'lab chiqardi. Zafar akasi unga aslo kelma, o'zimiz qarzga botganmiz, muammomiz ko'p. Seni hatto uyingga qabul qila olmaymiz va yordam bermaymiz deganidan so'ng, Mardon noiloj o'z g'ururini ichiga yutib ezilib Rossiyada ishlashda qolishga to'liq majbur bo'lgan edi.
U o'ziga qat'iy va erkakcha so'z bergandi o'shanda qon yig'lab. Men baribir qaytaman vatanimga ko'chasiga. Katta va halol pul ishlab topaman ter to'kib. Uyni qanday qilib bo'lmasin akamning qarzlaridan to'lab qutqarib. O'zim onam xotirasi uchun sotib olaman qaytarib. Marhum onamning g'arib qabriga dunyodagi eng chiroyli va qimmat marmar maqbarani shaxsan o'zim o'rnataman qurdirib. Har juma kuni qabrini o'zim ziyorat qilib uzundan uzoq Qur'on tilovat qilib o'qiyman xotirasiga. Bu muqaddas maqsad uni jinnilikdan va o'z joniga qasd qilib o'lishdan asrab qolgan eng yagona qutqaruvchi iplar edi hayotga. Bir kuni tunda nihoyatda qattiq charchoqdan ko'zi tasodifan ilingan Mardon g'alati va nihoyatda qaqshatqich bir vahimali tush ko'rdi. Tushida u o'ta qop-qorong'u. Nafas olib bo'lmaydigan tor va zax sassiq bir xonada ekan, devorlari nam. Xonaning eng qorong'u burchagidan kutilmaganda onasining nido qiluvchi ovozi eshitilardi faryod bilan. Mardon, musofir bolam. Men juda sovqatib ketyapman bu yerda. Meni zudlik bilan olib ket. Meni bu do'zax yerdan qutqarib olib ket jigarim qonim. Mardon o'z tushida darhol onasi sari yordamga yugurmoqchi bo'ldi vahima bilan. Ammo uning oyoqlari qandaydir og'ir va ko'rinmas temir zanjirlar bilan yerga qattiq kishanlangan. Qilt eta olmas edi. Onasining qaltiragan yuzida qabr tuprog'i emas, balki cheksiz ko'z yosh va tiriklayin muzlagan tirik dahshat ifodasi bor edi yaqqol. Mardon butun tanasini sovuq ter bosib baqirib terlab piqirab uyg'onib ketdi joyidan. Uning yuragi xuddi qafasdan yirtib chiqqudek baland urardi. U darhol muzlagan derazaga yaqinlashib tashqaridagi qorli va shafqatsiz bo'ronga telbalarcha qaradi ko'zida yosh bilan. "Oyijonim onam", deb pichirladi u issiq nafasdan deraza oynasiga boshini qattiq tirab yig'lab. "Ruhingiz nega qabringizda bunchalar notinch oyi? Axir akamlar o'z qabringizga zarracha ham e'tibor qilishmayaptimi u xoinlar? Meni kechiring onajon. Meni bu dunyoda kechiring, uzoqda qolgan shu ojiz o'g'lingizni. Men albatta qaytaman yoningizga. Ertagayoq bor pulimga chipta olaman yurtimga. Bo'ldi, yetar shuncha yillik azob va musofirlik yetar bas." O'sha qayg'uli tunda u so'nggi va qat'iy bir qarorga keldi. U o'zining 3 yil davomida tishida tirnog'ida misqollab yiqqan bor qonli pulini, roppa-rosa $20,000 yaqin jamg'arilgan naqd mablag'ini tugunchasiga yashirib joylab, ertasiga ertalab ish yurituvchisidan shartta javob so'radi va Toshkentga qaytish uchun samolyotga chipta oldi uydagilarga aytmasdan. Uning toza qalbida qandaydir qora niyat yoki qasos yo'q edi umuman. U faqat o'zining ota makonini, hovlisini bir ko'rishni va mehribon onasining tuproq tortgan qabrini borib ziyorat qilib tushiga kirgan ruhini shod qilishni istardi xolos. Ammo u o'z vatan tuprog'i, poytaxt ko'chalari uni qanday dahshatli va qonli sirlar hamda o'ta shafqatsiz mudhish xiyonatlar bilan poylab kutib turganini u o'zining eng dahshatli xayolida ham mutlaqo tasavvuriga keltira olmasdi. Shu uzoq yillar davomida kimsasiz Saodat aya uchun hayot va vaqt to'xtab va chirib qolgandek edi. Shahar chetidagi o'sha mudhish xaroba muruvvat uyi deb atalmish o'lik qariyalar pansionati uning uchun tom ma'noda faqat tiriklar saqlanadigan qabristonga butunlay aylangan edi. Bu qonli yerning chirigan devorlaridan doim namlik va achchiq xlor yuvish vositalari hidi anqib odamni qaynatar turardi. Uning qafasdagi har bir kuni ertalab zanglagan temir karavotlarning asabga teguvchi g'ichirlashi, bemor qariyalarning tinimsiz uzluksiz qaqshatqich yo'tallari va yuragi yo'q hamshiralarning bemehr shafqatsiz sovuq baqiriqlari haqoratlari bilan boshlanardi. Saodat aya dastlabki oylarda boshida bu mudhish yerdan 1000 marta qochishga, kimdir tozalovchilar orqali Mardoniga xabar berishga ko'p urindi yalinib. Ammo badnafis pansionat direktori Zafardan olgan haram porasining evaziga Saodat ayani eng qattiq nazorat qilinadigan, eshiklari qulflanadigan psixik bemorlar bo'limiga shafqatsizlarcha o'tkazib yuborgan edi jinni deb. Uning zarracha ko'chaga chiqishi, yorug'lik ko'rishi, umuman telefondan bir soniya foydalanishi yoki ko'chadan kelgan begona odamlar bilan gaplashishi rahbariyat tomonidan qat'iyan man etilgan va urilgan edi. Uning aqli umuman joyida emas va atrofga xavfli degan soxta va qalbaki tibbiy tashxis yozilgan qog'oz bilan uni tom ma'noda dunyodan izolyatsiya qilib tashlashgandi. 3 yillik uzoq muddat. 3 yil azobli davomida Saodat ayaning nurli yuzi butunlay chuqur so'kildi va ajinlar ostida ko'mildi.
Qop-qora sochlari oppoq qor kabi batamom oqardi va to'kilib ketdi azobdan. Uning bukilmas gavdasi bukchayib shunday kichrayib ketdiki, u xuddi qandaydir kichkina bir norasida bolakaydek murg'ak va ojiz holatga kelib joni qolgandi xolos. Uning bu do'zaxdagi yagona orzusi va ovunchog'i. Mudom qo'ynida ko'kragiga bosib asrab yuradigan kenjatoyi Mardonning qirqlari yirtiq va sarg'ayib ketgan bolalik surati edi. U har azobli kuni ovqat porsiyasidan beriladigan qotgan qora nonning deyarli yarmini o'zi och qolsa ham yemay asrab olib qolar. Uni deraza panjarasi oldiga kelgan erkin qushlarga maydalab mehr bilan berardi. Qushchalarim erkin parvoz qilib charchamadingizmi? Yegingiz ochdan kelyaptimi-a? Olinglar, qo'rqmanglar, olinglar, yenglar to'yib. Agar sizlarning ulkan osmonlarga uchadigan qanotlaringiz bo'lsa jonivorlar, darhol mening yetim qolgan kenjatoyimning oldiga uzoq Rossiyaga uchib tez boringlar. Unga aytinglar, xabar berib onang seni kutyapti qafasda o'lmay deb. U sodda bolam mening olganimga, sovuq qabrda ekanimga allaqachon ishongan bo'lsa kerak ahmoq akalariga ishonib. Lekin onaning kasal yuragi urib turarkan hali. U tuqqan bolasini ko'rmay qanday qilib jon berib o'lishi mumkin, deb o'ziga o'zi jinnilardek pichirlardi qari kampir panjaraga osilib. Bir kuni ertalab qattiq qo'l va yuragi xuddi qora toshdan yaralgandek bo'lgan Shahnoza ismli o'ta shafqatsiz navbatchi hamshira g'azab bilan palataga eshikni tepib bostirib kirdi. U har doim ojiz qariyalarning yotoqlarini qo'pol tekshirib, zarracha tartibsizlik topilsa ular uchun ularni qattiq haqorat qilishni va kamsitishni o'zining eng sevimli odatiga aylantirgan edi. U xomush yotgan Saodat ayaning karavoti oldiga bostirib kelganda tasodifan uning iflos yostig'i tagidan cheti chiqib turgan Mardonning sarg'aygan rasmiga yovuz ko'zi tushdi. Bu nima qog'oz yana senda kampir? Yana aytaman, bizning shifoxonada shaxsiy buyumlarni va ayniqsa qandaydir yirtiq qog'oz-pog'ozlarni ochiq saqlash mutlaqo mumkin emas, deb necha marta demaganmidim siz o'liklarga, deb baqirdi Shahnoza va tezda rasmni yostiq tagidan yulqib oldi vahshiylarcha. Bermayman rasmimni o'zimga. Menikini qaytarib ber, qonxo'r. Saodat aya butun zaif vujudi bilan qaltirab va qaltis sakrab Shahnozaning iflos qo'liga chirmashib yopishdi. 3 yil davomida barcha xorliklarga indamay jim kelgan ojiz kampir o'zining jondan aziz farzandining yagona surati uchun arslondek quturib tashlangan edi. Qoching nari tur ustimdan, aqlsiz sasigan kampir. O'z jigarbandi bitta o'g'li qamoqxona deb tashlab ketgan senga o'xshaganlarni. Yana o'sha qotilning rasmi uchun yirtilib yopishishini ko'ring bularni. Shahnoza g'azablanib Saodat ayani shunday qattiq kuch bilan itarib yubordiki, keksa onaning murg'ak tanasi orqaga uchib qattiq temir karavotning o'tkir burchagiga boshi bilan urilib sovuq kafel yerga qonab yiqildi. Mardonning rasmi esa havodan aylanib ochiq eshik oldidagi iflos polga tushib ketdi loyga. Shahnoza esa o'ta jirkanib yerdagi o'sha rasmni asabiy oyog'i bilan toptab qattiq ezib bosdi va ustidan tupurib xonadan tars etib chiqib ketdi. Saodat aya yorilgan peshonasidan qip-qizil issiq qon oqib ko'zini yopib qolayotganiga qaramay, tiz cho'klab qiynalib emaklagancha yerdagi eshik oldiga sudralib bordi. Uning yomg'irdek oqayotgan ko'z yoshlari polni va qonni yuvib o'tardi. U o'zining titrayotgan va barcha tomirlari bo'rtib chiqqan ko'kargan qo'llari bilan loyga belangan Mardonning g'ijimlangan suratini ardoqlab o'zining yarador ko'ksiga bosdi. Jon bolam Mardonim, men seni bu yirtqich itlarga aslo xor qilish uchun bermayman hech qachon. Ular mening bor tanamni ezdi. Otamakon uyimni oldi. Butun hayotimni qabr qildi. Ammo ular mening yuragimni seni ko'zimdan, seni mendan tortib ololmaydi, deb pichirladi u alamdan ingrab. O'sha mash'um qonli tunda Saodat ayaning ko'z nuri doimiy yig'lashdan va boshiga tushgan qattiq zarbadan keskin pasayib va ko'r bo'lish darajasiga kelib ketdi. Uning ko'zlaridan chiqqan yoshlar uzoq yig'idan tom ma'noda qonga aylangan va oqib tushgan edi. Ammo onalik umidini bir soniya ham uzmadi irodasi. Onaning yarador qalbida shunday qandaydir ilohiy va mo'jizaviy bir g'ayritabiiy sezgi bor ediki, u o'z o'g'lining qaytishini va uni topishini ongsiz ravishda xuddi hozirdek his qilib o'lim bilan olishib turardi nafas olib. O'z onasining qoni va Saodat ayaning haqqi hamda qonli ko'z yoshi evaziga osongina qulga kiritilgan o'sha harom $1,000,000 zafar va malikaga uzoq baxt va rohat keltirdimi o'zi hayotda? Yo'q, albatta.
Harom va qonli xiyonat ustiga dabdaba bilan qurilgan qasr doim tez orada yana o'sha qon bilan buzilib qulaydi tepasidan. Bu insoniyat tarixidagi hech qachon yozilmagan, lekin hech qachon o'zgarmas ilohiy qonun edi doimo. Zafar uyni shoshib sotgach, o'z mafiya sheriklariga va qarzdorlariga o'z qarzini to'liq uzgan va qutulgan edi qutulishiga. Ammo uning qo'lida qolgan va ortib qolgan juda katta miqdordagi harom pul uni aslicha yanada ko'r qilib manqurt qilib qo'ydi tezda. U eng so'nggi qimmatbaho mashinalar olib, yosh va yengiltak mashqalar quchog'iga, tavakkal qimor va xorij kazinolarining nopok olamiga butunlay shivillab sho'ng'ib g'arq bo'lib ketdi. Oradan atigi qisqa 2 yil ko'z ochib yumguncha o'tib, u yana shunday sharmandali va juda katta qarz botqog'iga yuztuban botdiki, bu safar uni himoya qiladigan, asraydigan, o'z uyi bilan u uchun garovga bemalol tushadigan fidokor onasi umuman yo'q edi orqasida. Uning yangi qarz beruvchilari oddiy bozor tadbirkorlari emas, balki chet elning shafqatsiz va qonli jinoiy qurollangan guruhlari, mafiyalari edi. Ular Zafarning bor budini, uylarini tortib ochiqchasiga yulib olishdi. O'zini esa bir necha marta ko'chada mashinasida bosib olib qattiq kaltaklab, oyoq qo'llarini sindirib, nogiron va majruh darajasiga keltirib qora qoniga belab qo'yishdi. Hozirgi kunda Zafar shahar chetidagi qandaydir o'ta eski va xaroba, ijaraga arzon olingan ko'rimsiz qorong'u bir ko'p qavatli binoning kvartirasida. Har bir qattiq taqillagan eshik ovozidan dahshatga tushib qaltirab, kundan kunga ichkilikdan va aroqdan o'zining insoniy qiyofasini va aqlini batamom yo'qotgan holda tilanchi kabi yashar edi sovuqda. Opasi Malikaning ahvoli ham va qismati ham undan zarracha ham qolishmasdi ayanchlilikda. U onasining qonidan tushgan iflos ulushni bir tiyinigacha eriga tutqazib berib, o'zini shu boy oilada va erining oldida malikadek osmonda daxsiz his qilib olmoqchi bo'ldi kibr bilan. Ammo uning erining asl qiyofasi faqatgina hayvoniy ochko'zlik va sovuq hisoblash ekanligini bilmadi. Katta pul naqd qo'lga tegishi va ishi bitishi bilan erining unga bo'lgan muloyim munosabati 100% qattiq o'zgardi va sovuqlashdi. U Malikani pulini o'z tavakkal biznesiga darhol kiritib, uni ham hech narsasiz xonavayron va bankrot qildi tez kunda. Qo'lidagi qolgan qutgan boyligi esa o'zidan yosh qizga yashirincha uylanib oldi va xotin qildi. Malikani esa yillar davomida sobiq kelinni o'zi tug'ib bergan bolalari bilan hech qanday mol-mulksiz va kiyimsiz sovuq ko'chaga hayvonni haydagandek haydab yubordi janjal bilan. Hozir u murg'ak bolalari bilan ijara uy sarson bo'lib ko'chada. Qandaydir go'zallik salonlarining birida eng oddiy va qadr qimmati yo'q farrosh bo'lib arzimagan chaqaga yer yuvib kun kechirardi yig'lab. Ular o'zlarining mehribon onalarini atayin ochiq do'zaxga sotib, aslini olganda o'zlarining hayotiga ham aynan shu olovli do'zaxning og'ir eshigini o'z qo'llari bilan ochib yopgan edilar shafqatsizlik qilib. Ularning bittasi ham o'tgan bu qonli va og'ir yillar davomida biror marta ham o'sha muruvvat uyga borib o'z qari onasidan hech bo'lmasa qandaydir bir so'z xabar olgani yoki non olib bormadi zarracha. Chunki vijdon deb atalmish narsa insonning o'z ichidagi eng shafqatsiz va eng og'ir odil sudyasi edi. Ular o'zlari bilgan qilmishlarining dahshatidan va javobidan o'z xasta onasining so'qir ko'ziga qarashga ham shaytondek o'lgudek qo'rqishardi jazolanishdan. Ammo ular o'ylagandek hammasi oson tugamadi. Ular uchun eng katta va haqiqiy qonli jazo hukmi hali oldinda. Akasi Mardonning xorijdan to'satdan qaytishi kun sayin soatma-soat yashindek yaqinlashib bostirib kelayotgan edi baribir. Mardon charchab Toshkent xalqaro aeroportiga samolyotdan tushganda uni vatanida faqat o'zining yirtiq yuk sumkasi va cheksiz o'ldiruvchi qayg'usi shamol bo'lib kutib oldi xolos. U aeroportdan chiqqach to'g'ri shahar markaziga, o'zi tug'ilib o'sgan va butun o'smir bolaligi qunab o'tgan Qadrdon eski mahallasiga qarab taksida yo'l oldi shoshilib. Uning yagona va asosiy maqsadi Qadrdon eski qo'shnilardan, kattalardan mehribon onasining qabri aynan qaysi mozor qayerdaligini bilib aniqlab olish va badbaxt akasi nimaga shoshilinch uyni qarzga sotganini pastgacha surishtirib oxiriga yetish edi. Taksi mahallaning tanish va tor ko'chalariga burilib sekin kirganda Mardonning urib turgan yuragi qattiq gupillab orqaga tortib ketdi xavotirdan. U o'zining uyi joylashgan chorraha burchakka yaqin kelganda tushunmay mashinadan tushib qotib haykaldek qoldi joyida. Uning qadrdon va mehribon ota hovlisi. Marhum Qodir otasi o'zining qadoq qo'llari bilan loy qorib qurgan.
Baland darvozasi oldida ulkan va qari chinor, osmonda o'sadigan issiq va fayzli hovlisi u yerda butunlay yo'q qilib tashlangan va tekislangan edi chang bo'lib. U o'rnida qandaydir muzdek sovuq shishali oynavand, zamonaviy va nihoyatda baland 3 qavatli xorij mehmonxonasi osmonga qad rostlab mag'rur turardi, sovuq porlab. Katta chinor tomirigacha kesib tashlangan. Ko'cha eshiklari va ko'rinish umuman yod qilib o'zgartirib yuborilgan. Mardon o'z yuziga birdaniga urilgan kuzning shiddatli shamolidan emas, balki ko'z oldida yuz bergan va ko'tarilmagan bu dahshatli va yovuz o'zgarishdan esankirab, boshi aylanib, tizzalari darmonsizlanib yerga qulab tushay dedi. U qo'lidagi og'ir yuk sumkasini zax yerga qattiq qo'yib, qotib ulkan mehmonxona oldida bir so'z deyolmay jim turib qoldi, xuddi o'likdek. Qanday qilib? Axir bu rahmatli otamning o'z qon tuzi. Uning yagona barakali yodgorligi edi-ku hayotdagi. Akam. Qanday qilib u vijdonsiz akam uni shunday qisqa tezlikda va shafqatsizlarcha buzib begonalarga sotib yubordi? Uning o'rniga qanday qilib darhol bunday ko'p qavatli bino qurishlariga rozi bo'lib yo'l qo'ydi ekan u maraz? deya pichirladi u o'ziga o'zi g'azablanib, labi titrab. Shu asabiy va jimjit paytda tanish ko'chaning narigi yuzidan mahallaning eski va hurmatli qariyalaridan biri bo'lgan qari hassasiga og'ir tayanib ohista kelayotgan Qosim ota nuroniy ko'rindi uzoqdan. Mardon uni ko'rib darhol hovliqib, yig'lamsirab otaning oldiga yugurib chopib bordi, najot kutib. Assalomu alaykum otajon. Qosim ota, yaxshimisiz, sog'liqlaringiz? Bu menman, qarang. Men vatanimga qaytgan Mardonman, Mardon. Marhum Qodir hojining o'sha kenjasi chet eldagi. Otajon, ota. Aytingchi, bu yerda nima dahshatli ahvol bo'ldi o'zi? Bizning shohona uyimizga nimalar bo'ldi ota axir? Qosim ota eski ko'zoynagini qaltiragan qo'li bilan to'g'rilab Mardonning yuziga uzoq va qattiq sinchiklab ajablanib qaradi, nafas olmay. U yigitni tanib eslagach, otaning nuroniy yuzida qandaydir g'alati, qattiq norozilik va o'ta qattiq nafrat aralash azobli ifoda paydo bo'ldi, qon yig'lagandek. Ha Mardon, shu vaqtgacha tirikmiding, qayerlarda qolib ketding kimsasiz bolam? Ota makoningda o'z go'shtingdan bo'lgan musichadek beozor onangni rostdan eslab sog'inib keldingmi shuncha yildan keyin? Endi tirikligida bir bor hech ahvolidan xabar olib kelmadingmi? Uzoqdan bo'lsa ham yaramas bolam, dedi chol ovozi titrab va xafa qilib duduqlanib. Mardonning yarador yuragi qattiq qisilib, igna sanchilgandek og'ridi qotib. U otaning quruqshab qolgan ajinli qo'llaridan tezda tutdi, yalinib. Ota, men hech narsadan, onamning ahvolidan umuman xabarsiz edim, g'aribda. Rahmatli onamning to'satdan vafot etganlarini musofirchilikda juda yomon va o'ta kech eshitdim, zor yig'lab qoldim. Akam Zafar menga o'shanda hech qachon qaytma va kelma bu yerga, o'zimiz qarzdamiz degani uchun na pulim va na yo'l topolmadim borishga. Men hozir samolyotdan tushib kelishim bilan darhol shu bugunoq onamning muqaddas qabrlarini ziyorat qilib qon yig'lamoqchiman tuprog'iga yotib. U farishtamni aynan qaysi musulmon qabristoniga qanday olib borib qabrlab qo'yishdi ota? Akam janozani o'tkazgan-ku, yig'lab to'g'rimi katta qilib? Iltimos qilib so'rayman ota. Menga marhumamning qabrlarini qayerdaligini ko'rsating. Mardon shu yerda uzoq yillik erkaklik ko'z yoshlarini zarracha ham tiya olmasdi, el oldida ochiq faryod urib. Qosim ota bu mudhish va shafqatsiz yolg'on so'zlarni eshitib ustidan qaynoq suv to'kilgandek taxtadek qotib qoldi, joyida indamay. Uning ko'zlari o'qdek katta-katta qonga to'lib ochilib ketdi va asabdan qaltiragan qo'lidagi hassasi yerga taraqlab tushib ketishiga bir oz qoldi, tom ma'noda. Sen hozir nima deding, nobakor bolam? Qanaqa to'satdan o'lim va janoza haqida gapiryapsan, Qanaqa qabriston va qanaqa tuproq? Mardon, kim senga musofirda qulog'ingga bunday iflos va dahshatli yolg'onlarni nimalar deyishgan o'zi orqangdan? Qosim otaning titroq ovozi g'azabdan bo'g'ilib va qaltirab portlab ketdi, baqirib. Akam Zafar aytgandi-ku telefon orqali aniq. 3 yillar oldin onam bechoram to'satdan og'ir yurak xurujidan, infarktdan kutilmaganda olamdan o'tdilar deb yig'lab uqtirgandi-ku ota o'shanda. Qosim ota o'zining qari qadoq mushtini o'ta qattiq va asabiylashib tugdi alamdan. Uning ajinli yuzida shunday mislsiz yovuzlikka nisbatan g'azab va cheksiz insonga achinish paydo bo'ldi, qon qo'shilib. Ablah xoin qonxo'rlar.
o'z jigariga ham shunday inson zoti o'ylamagan iflos va shafqatsiz darajaga borishni qanday qilib xayolimga ham sig'dira bilmagandim shu vaqtgacha ifloslar. Deb yozg'irdi qari chol poyabzali ostidagi tuproqqa qarab tupurib nafrat bilan. So'ngra u ko'z yoshi daryo bo'lgan Mardonning keng yelkasidan o'zining qattiq qo'llari bilan siqib ushlab, uning qip-qizil oliv yonayotgan ko'zlariga achinib tik qaradi. Esingni yig'i, o'zingga kel darhol Mardon, hoziroq. Sening onang o'sha vaqtda mutlaqo o'lmagan edi va hali ham tirik, eshitdingmi meni? Qanaqa bo'lmagan iflos janoza haqida, qanaqa aza haqida aljirayapsan sen bola? Butun mahalla-kuy birorta odam bu xonadondan o'sha o'lim degan kunda bir kosa ta'ziya choy ichmagan. Bitta yog'och tobut ham chiqmagan bu fayzli uydan umuman o'sha yili. Roppa-rosa 3 yil oldin quturgan boyvachcha akang Zafar bilan anavi makkor opang Malika bir kuni ertalab erta mashinada kelib onangni noiloj mashinaga mindirib zo'rlik bilan noiloj olib chiqib ketishdi, hammamizni ko'z o'ngimizda. Biz qo'shnilar hayron bo'lib darhol qayerga, kasalmi deb so'rasak, biz uni davolanishga, dam olishi uchun o'ta qimmat chet eldagi zo'r sanatoriyaga doimiy yuboryapmiz muolajaga, deb biz oddiy odamlarni ham ko'zimizga qarab surbetlarcha laqillatishgan qonxo'rlar ko'r-ko'rona. Aynan o'sha kuni kechqurunroq ular qolgan qutgan narsalarni ham ortib uyni begona korxona odamlariga katta pulga darhol sotib, bu yerdan yashirincha hech kimga xayr demay qochib ketishdi ifloslar. Biz bechora onang Saodat ayani mana shundan beri biror marta ham mahallada ko'rmadik, so'ramadik. U ayol o'lmagan, u tirik, murg'ak bolam tirik. Lekin u pulni deb quturgan vijdonsizlar o'z tuqqan onasini qayerga, zax joyga olib borib qamab tashlashganini faqatgina bir yolg'iz Xudo biladi, guvohi o'zi. Mardonning atrofidagi va tepasidagi butun foniy dunyo shu qonli gaplardan keyin chirpirak va qora bo'ron bo'lib aylanib uchib ketdi qulog'i ostida. Uning qotgan miyasiga Birov orqasidan og'ir temir bolg'a bilan bor kuchi bilan urgandek zarba bo'ldi, kutilmagan. O'lmaganlarmi? Onam hali ham tuproqda emas, tirikmilar? Axir ularning qo'lida tirikmilar? Axir qanday qilib o'z tuqqan ukasiga, akam qanday qilib muqaddas o'lim xabari bilan shafqatsiz ham hazillashib, g'arazli o'yin qilib bo'ladimi? Shunday ham vijdonsizlik qiladimi? Nega, qaysi gunohim uchun? Nega aynan bizga, onamga bunday qildi u yovuz iblis jigar? Mardonning siqilgan tomog'idan otilib chiqqan o'ta dahshatli va yarador hayvon faryodi butun mahalla ko'chasini va osmonini momaqaldiroqdek titratib larzaga yubordi azobdan. U chalqancha qaltirab tizalab qora asfalt yerga og'ir yiqildi boshi bilan. Uning xasta va charchagan ichida musofirchilikda roppa-rosa 3 yildan beri qon bo'lib yig'ilib qolgan sog'inch va alamli motam dardi birdaniga cheksiz portlovchi dahshat va adolat qasos oloviga vulqondek aylandi vujudida. U o'zining qondosh tuqqan qoni bo'lmish iflos akasi va iblis opasi qari onasini faqat shu g'ishtli uy uchun, harom qog'oz pul uchun yashirincha qayergadir jinnixonaga surgun qilib yo'q qilib yuborganini, o'zini esa Mardon sening onang o'ldi, janozasi bo'ldi degan o'limli yolg'on qora gap bilan atayin chet elda qaytarmasdan ushlab musofir qilib turganini u nihoyat bugun to'liq haqiqatini anglab yetgan va qabul qilgan edi xotirasida. Men u shaytonni o'lik holda bo'lsa ham qayerdan bo'lsin topaman yer tagidan. Men uni o'z qo'llarim bilan parchalab go'shtini itlarga tashlab tiriklayin jazolab tashlayman dushmanim, deb ho'ngrab o'kirdi Mardon sovuq yerni mushtlab tishlarini yeb g'ijirlatib. Qosim ota uning qaltiragan keng yelkasidan arang mehr bilan ko'tardi va yupatdi azobda. O'zingni bos, baqirib yig'lama erkak yigit. Sening bu issiq ko'z yoshing va farqodingga u yovuz ablah dushmanlaring zarracha ham arzimaydi, uvol bo'ladi, chidagin. Akang Zafarning aniq qayerda yashayotganini mahallada hech kim bilmaydi, gumdon bo'lgan. U o'zining qilgan kirdikorlaridan qattiq qarzga va mafiyaga botib o'z jonidan qochib sarson yuribdi. Hammadan qochib deyishadi, topish qiyin. Lekin hozir sen faqat va faqat azob tortayotgan bechora onangni tezroq qutqarib izlashing, uni topishing hammadan kerak. U farishta ayol bechora ayni paytda qayerdadir sening tirik qora ko'z yo'lingga umidvor termulib ko'z tikib najot va yordam kutib och nahor yotgan bo'lishi juda mumkin, tirik o'lik bo'lib. Qidir Mardon bolam, tezroq uni tish tirnog'ing bilan qidir hoziroq. Shahardagi hamma iflos shifoxonalarni, uzoq sihatgohlarni, kerak bo'lsa barcha yashirin davlat maxfiy uylarini, hammasini erinmay qidirib top tezroq.
Mardon ko'z yoshlarini zahar kabi ichiga yutib o'sha kunning o'zidayoq butun vujudi qasos bilan to'lib akasi Zafarning qonli iziga arslondek tushdi. U poytaxtdagi barcha o'zining sobiq eski do'st va tanishlarini, uzoq yaqin barcha narigi qarindoshlarini izlash uchun pul berib ishga qattiq soldi va qidirtirdi. Bir hafta tun u kun uxlamasdan davom etgan qattiq va shafqatsiz surishtiruvlardan va izlashlardan so'ng u nihoyat yirtqich Zafar itdek yashiringan qorong'u uyni joyini topdi. Bu shaharning eng olis va chetidagi o'ta xaroba, narkomanlar yashaydigan ijaraga arzon olingan ko'p qavatli eski uyning zax va badbo'y qorong'u yerto'laga yaqin kvartirasi edi, iflos axlatxonadek. Mardon eshikni asabiy va qattiq mushlash bilan vahshiylarcha ura sindirib tashlagudek tepa boshladi, o'chini olmoqchi bo'lib. Ichkaridan mast va o'ta qo'rqinchga, doimiy xavotirga to'la bir erkakning titroq va bo'g'iq "Kim u o'zi, u yerda nimaga tepyapsan?" degan ojiz ovozi sekin eshitildi. "Och bu iflos eshigingni, Zafar. O'liming keldi, och jallod. Menman tirik ukang Mardonman, men och dedim eshikni, yo hoziroq pachoqlab sindirib kirib o'ldiraman seni it", deb baland qichqirdi u, ko'zlari oliv bo'lib chaqnab yirtqichdek irillab. Eshik teshigidan va tirqishidan kutilmagan qonxo'r ukasi Mardonni ko'rgan Zafarning dahshatdan va mastlikdan yuragi to'xtab, rangi paxtadek o'chib ketdi qo'rqib. U orqaga devorga chekinib qaltirab qo'li bilan ko'p qulflangan temir eshikni amallab sekin ochdi. Mardon shiddat bilan ostonadan bostirib kirdi va zarracha vaqt o'tkazmay mast akasining harom yoqasidan ikkala qo'li bilan qattiq ushlab changallab bo'g'ib, uni changli sovuq devorga osib qattiq taqab qo'ydi bo'g'ib. "Mening oppoq onam qayerda, gapir itvachcha." Mardonning olovli ko'zlarida faqat qonxo'r haqiqiy qotilning shafqatsiz ifodasi chaqnab bor edi. "Menga musofirda yig'laganimda qanday qilib hijolat tortmay infarkt degan yolg'on o'lim xabarini aytding lanch? Qanday qilib qonli tiling bunga alday?" deb aylanib ishlandi it. "Toza onamni nima qildinglar, uni qayerga ko'mdinglar, gapir, o'ldiraman." Zafar mastlikdan qaltirab o'zining xunuk yuzini zarbadan to'sishga qattiq harakat qildi, ojizlanib. "Mardon jigarim uka, urib o'ldirma, kechir meni, ahmoqni tavba qildim. Men buni hammang uchun qilishga majbur edim, ahvolim yomon edi. Agar o'shanda uyni tez sotib bermasam, mafiya qarz egalari meni va bolalarimni so'yib o'ldirishardi yer yuzidan", deb xunuk duduqlandi u, sasigan spirtli ichimlik va aroq hidi anqib iflos hidlanib turgan og'zi bilan og'riqdan ingrab. "Uyni pul deb sotsang ko'chada qolib sotaverarding itvachcha, nima ishim bor edi? Men sendan biror marta pulmi yoki uy mol mulk qistab so'raganmidim, ahmoq? Men faqat onam qayerda, tirikmi yo'qmi deyapman senga", yirtqich qishqirib. "Azoblab qamab ochdan o'ldirib yubordingmi u kishini axir?" Mardonning toshdek og'ir va baquvvat yosh mushti Zafarning aftiga va yuziga shiddat bilan kelib qattiq tushdi, tars etib suyakni g'ichirlatib. Zafar hushini yo'qota yozib yerto'la yerga axlatdek qulab, yuzidan va burnidan chashmadek oqqan issiq qonni kiyimi bilan artib yig'lab yubordi alamdan. "Yo'q, aslo yo'q ukajon, uni o'ldirmadik biz, xudo haqqi urib o'ldirma. Biz u kishini uydan olib chiqib tinchgina o'lmaydigan qilib joylashtirib tirik qoldirib qo'ydik, tinch qo'y. Juda zo'r va sharoitli joyga pul berib yubordik." "Qayerga? U qanaqa zo'r joy edi it, gapir, qoningni ichaman, bilmayman dema", deb sherdek baqirdi Mardon qon qaynashi bilan asabdan dodlab uning ustiga yana tepishga minib o'tirib olib. "Qasam ichaman, rost aytyapman, men o'zim bilmayman, izini yo'qotdim ukajon, urmang, aslo labimni yording. Men bilmayman izi qayerdaligini, ishon. Roppa rosa o'sha 3 yil oldin ularni shahar markazidan juda uzoq chetidagi bitta maxfiy qariyalar nogironlar uyiga yashirincha hech kimga bildirmay topshirgandim yalinib. Uning poraxo'r direktor xotiniga esa ularni davlat ro'yxatida va hisobida saqlanmasligi uchun o'ta juda katta miqdorda naqd dollar qilib pora qilib bergandim qutulishga. Lekin bu o'tgan yili eshitishimcha o'sha badnafs poraxo'r direktor xotin katta ishdan yomon olinib sud bo'lib qamoqqa tiqilib olingan ekan, shaharda shov-shuv bo'lib qoldi deyishdi qarz egalarim. Shunda o'sha iflos pansionatdagilarni, nogironlarni hukumat barchasini to'zg'itib boshqa shaharlardagi davlat joylariga, turli muassasalarga sochib tarqatib hammayoqqa yuborishgan ekan, tekshiruvdan yopish uchun deb xabar keldi. Men o'zim qochqinda edim va oyimni qayerdaligini, aniq qaysi shahardaligini bilmayman, qidira olmadim, uzr. Qo'rqib biror joyga qidirmadim ham, umuman so'rab borishga jur'at qilolmadim bilish uchun.
Mardon akasining bu dahshatli e'tirofini va so'zlarini o'z quloqlari bilan eshitib dahshatdan muzlab, uning miyasida yana bir bor kuchli chaqmoq vulqon bo'lib chaqnab chaqdi, qonga to'lib. Qariyalar uyi tarqatib hamma yoqqa sochib yuborilgan. Demak, hozir uning bechora onasi qandaydir hatto ismi sharifsiz, ro'yxatsiz shaxsi, noma'lum inson bo'lib qayerdadir sovuq sarsonlikda qolib ketgan. U qaysidir zax palatada yoki yerto'lada hujjatsiz, aqli zaif deb sarson sargardon qilib azoblanib yuborilgan murg'ak joni bilan. Bu dahshatli va aqlga sig'maydigan holat oddiy tuproqqa ko'milishdan, o'limdan ham ming chandon yomonroq va qonli, dahshat, azobli o'lim edi, tiriklayin ko'milish edi. U qonga belangan akasini yerda yotgan joyida oxirgi marta nafrat bilan yuziga qattiq, yana bir marta shafqatsiz tepib tupurib qorong'u eshikka qarab qat'iy yura boshladi. Sen men uchun aynan shu bugundan boshlab tiriklayin o'lgansan, murdasan. Agar onamni butun dunyoni axtarib bo'lsa ham tez kunlarda topa olmasam, sog' salomat. O'zim kelib seni o'z qo'llarim bilan so'yib shu yerto'langda tiriklayin qonga belab qabrsiz ko'maman, bilib qo'y. Mardon dahshatli o'sha alamli kundan boshlab haqiqiy dunyo go'zalligidan kechib onasi dardida mutlaqo jinniga chora izlagan devonaga aylandi, faryod etib. Uzoq yillar Rossiyada sovuqda ishlab og'ir mehnat bilan qon tupurib olib kelgan pullarning ma'lum bir katta qismiga o'ziga uzoq yo'l yurish uchun arzonroq kelishilgan va eskirgan qandaydir bitta oq Cobalt avtomashinasini tezda bozor narxida xarid qilib minishga oldi, transport qilib. Nega arzon mashina oldi? Chunki u zudlik bilan Toshkent shahrining barcha ko'chalarining va uning atrofidagi eng chekka viloyatlarning, hatto tog' etaklaridagi barcha davlat yashirin qariyalar uylari xarobalarini, tashlandiq nogironlik va reabilitatsiya markazlarini, sovuq shifoxonalar va qattiq yopiq tartibdagi ruhiy kasalliklar asab dispanserlarini oylab kunlab birma-bir igna bilan qidirgandek erinmay uzluksiz aylanib so'rab chiqishi shart edi, hayot mamoti uchun. Bunga esa albatta to'xtamasdan yurish uchun faqat shaxsiy uzoq masofali transport va uzluksiz harakat, tinimsiz qidiruv dahshatli tezlikda kerak edi unga. O'zining oddiy va kamxarj tirikchilik qilishini eplash uchun va mashina yoqilg'isiga, gaziga kunlik pul topish maqsadida u tunlari umuman uxlamasdan sovuq ko'chalarda mijoz axtarib, tungi kirakashlik va taksischilik qilar sarson bo'lib. Kunduzlari oqshomgacha esa o'zining ko'ksidagi eng sevimli onasining yoshlikdagi oq-qora rangli nurli chiroyli rasmini quchoqlab, hamroh qilib ko'tarib olib, so'rab surishtirib, har bir kimsasiz shifoxonaning sovuq darvozasi eshigida itdek zorillab sarson bo'lib, hammadan iltimos qilib, umid bilan yig'lar va onamni ko'rmadingizmi deb sarg'ayar edi, sarson bo'lib. Oradan bu azobli va umidsiz ko'z yoshlarga to'la yomg'irli kelib, oylar shamoldek beshafqat tezlik bilan o'tdi ketdi, bilib bo'lmasdan. Qorli oq qish sovuqda muzlab o'tdi ketdi. Issiq va quyoshli boqiy bahor o'z gullari bilan asta o'tdi, g'amgin, qizdirib azob beruvchi jazirama issiq cho'g' yoz shafqatsiz yondirib o'tdi azoblab. Va yana tabiat xiralashib, yomg'ir aralash sovuq shamolli kuz va ayanchli xunuk kuz kirib keldi, yana takrorlanib qalbida. Mardon shu yillar davomida minglab uzoq masofalarni bosib, yuzlab uzoq viloyat, qishloq joylarga, xarobalar uylariga, kasalxonalarga izlab bordi, yig'lab. U umid ila charchagan minglab dardmand tashlandiq qariyalarning yuziga ko'z yosh bilan yig'lab, chinqirib umid bilan termildi, ona deya. Ammo uning xasta va qari jondan aziz onasidan biror bir zarracha ham yorqin va yaxshi darak xabar topilmadi, qolmadi. Hech qanday shaxsiy hujjatsiz, shaxsni tasdiqlovchi qog'ozsiz, aqli noqis deb topilgan noma'lum odamni ayniqsa ko'cha-kuyda yoki kasalxonalarda topish. Ayniqsa u qarovsiz qariyalar o'liklar uylari o'rtasida maxfiy tartibda yashirincha qora-pora evaziga sarson va tarqatib yuborilgan bo'lsa. Dengiz qa'ridan mitti tomchi igna qidirish va topish kabi mutlaqo ilojsiz o'lim bilan teng mo'jizali, barobar qiyin va azobli bir ish edi, Xudoning ishi edi. Mardonning temir asablari bu ketma-ketlikdagi qattiq omadsizliklarga ortiq qattiq dosh bera olmas, bardoshi tugardi ohista. Har tunda mashina qorong'u yo'lda sovuq ketayotganda rulini asabdan urib, qattiq qonga qorib, mushtlab, doimiy o'zining cheksiz ojizligidan qattiq dahshatli yig'lar, o'kira-dodlar edi, yordam so'rab Ilohdan. Ammo qodir Alloh, ilohiy qonun va taqdir farishtasi Mardonning va faryod etayotgan qari onaning o'rtasidagi bu dahshatli va qonli uzoq sinov o'yinini aynan o'sha kutilmagan qora va o'ta sovuq yomg'irli kunlarning, ko'zyoshli noyabr tunlarining birida yakunlashga adolat qilib va iltifot ila qaror qilgan ekan, yaratgan egam yozib qo'ygan ekan. Soat millari tungi 2lardan allaqachon ancha uzoqqa o'tib ketgan, o'ta qorong'u va shafqatsiz sovuq dahshatli suv tun edi, muzlatgudek.
Tashqarida tabiat xuddi qattiq alamdan ingrab yig'layotgandek chelaklab qattiq chala qorga o'xshash muzdek tinimsiz jala quyib osmondan yomg'ir bo'ron bo'lib yog'moqda edi yuvib qonni. Mardon yo'lda juda qattiq ishlashdan xorigan va charchagan, qizarib qonga to'lgan, uyqusiz mudroq ko'zlari asabdan qizargan bir ahvolda yolg'iz o'zi poytaxt shahar chetidagi uzoq qorong'u trassada mashinasini asabiy va past tezlikda o'yga tolib haydab, ko'chani kuzatib borardi, jimjit yo'lda xotiraga g'arq bo'lib. Kutilmaganda uzoqdan mashina faralari yorug'ida yo'l chetidagi xavfli chekka qorong'ulikda va dahshatli sovuq jala yomg'ir ostida muzlab ivib. Faqatgina boshida qandaydir qop-qora o'ta eski ro'mol va ustida judayam yupun yirtiq yubka eski plashkina kiyib xuddi arvohdek mudrayotgan bir ojiza qari ayol. Mashina to'xtatish uchun yo'lovchi sifatida sovuqdan qaltirab qo'l ko'tarib yordam so'rab turganini mo'jizadek kutilmaganda tasodifan uzoqdan ko'rib qoldi qorong'ida. Mardon asli bunday tun yarmida va ayniqsa bunday muzdek qotiruvchi sovuq yomg'irda har qanday nochor ayol kishini himoyasiz o'rmondek sovuq ko'chada tashlab ketishni o'zining yigitlik or-nomusiga va insoniy pok vijdoniga umuman ep ko'rmay rahm qilib, sekin tormozni ohista tormoz bosdi va rahmdil mashinani xuddi taqdir yetaklagandek o'sha qoraygan arvohdek sharpaga yaqinlashtirib sekin silkitib shaffof suv sachratib to'xtatdi qorong'i mudhish asfalt chetida. Mashinaning orqa eshigi sekin va darmonsiz tortilib g'ichirlab ochilib, butun vujudi bilan dahshatli qish sovuqdan tishlari tishiga tegib qaltirayotgan, yuzi o'ralgan qora ho'l ro'moliga yashiringan, xuddi kichkina bir himoyasiz qushdek burchakka qisilgan notanish kampir ayol mashinaning orqa o'rindig'iga zo'rg'a emaklab azobda qiyinchilik bilan o'tirdi muzlagan o'rindiqqa. Mashina ichiga birdaniga og'ir va namchil zax, yuvilmagan sovuq loy yomg'ir isi va qandaydir ruhiy kasalxonalarning hidiga o'xshash achchiq o'tkir dori vositalarining hidi aralashib bostirib shamol bilan kirdi burunga urib. Qayerga? Uzoq joyga olib borib xavfsiz qilib qo'yay sizni opa, manzil qayer? Sovuqda o'tiring, dedi Mardon mehribonlik bilan o'zining sovuq rulini qattiq ushlagan holda mashinaning oldidagi qorong'u orqani ko'rish orqa oynasiga rahmi kelib qarab odatdagidek. Yo'lovchi mushtipar ayolning ojiz va zaif boshi ko'kragiga qattiq egik edi og'riqdan. U tishlari takillab qattiq qaltiragan va tomoqdan arang chiquvchi bo'g'iq ovozda shunday sokin faryod qilib yalinib pichirladi bo'g'ilib. Bolam, haydovchi bolam, aylanayin sendan Xudo yorlaqasin. Meni iltimos faqatgina zudlik bilan katta uchoqlar uchadigan aeroportga to'g'ri olib bor tezroq. Men kenja o'g'lim Mardonimning oldiga issiq Rossiyaga bugunoq uchishim, o'lmasam borishim kerak zarur bolam qilib. U erta tongdan meni uzoq musofirda kutib och yotibdi musofirim. Bu o'tli ovoz, bu qaltiragan lablar sadosi, xirillagan ammo o'ziga xos mehribon tovush. Ammo keng bu dunyodagi har qanday tanish musiqa va ohangdan ham jondan azizroq va tanishroq onalik ovozi bo'lgan bu yagona qonli ovoz o'limidan keyin chiqqan ovoz edi. Mardonning yosh yuragida va qon tomirlarida oqib yotgan qaynoq qon oqishi bir soniyada shiddat bilan muzlab tomirlar yorilgudek to'xtab haykal bo'lib qotib qoldi vujudi ishlashdan. Uning nafas olishi to'xtab, tomog'idan havo kirmay qisildi, nafas o'pkalari yorilgudek bo'lib siqilib. O'zining ishlashdan va o'ylashdan charchagan muzlagan miyasidagi hamma narsa muzdek vulqonga aylanib bir soniyada muzlab qulab qotib qoldi, ishlamay fikrlar tarqab ketdi. U dahshat va mo'jiza ishonchsizlik ichida mashinaning old orqani ko'rish kichkina oynasiga dahshat bilan yirtilay deb bo'yalgan ko'zlari bilan qaradi, ko'z yosh bo'lib titrab. Kichik oynadan orqada shiqillab qaltirab yotib o'tirgan o'sha xaroba ayolning yuziga qiya va zaifgina tushib turgan shahar ko'cha chirog'ining sarg'ish miltillovchi tumanli nuri tushib arang yoritib turgandi, go'yo qabrdek oynada. U ayol kutilmaganda ko'zi yoshlanib boshidagi qora ho'l ho'plangan yirtiq ro'molini chuqur nafas olish uchun o'zining ixtiyori bilan sekin titrab orqaga surdi, yuzini ochishga intilib nur qidirib. Mardon o'sha xaroba yo'lovchini qorong'u oynada to'liq o'z ko'zi bilan ko'rib, yuragi ko'ksidan tom ma'noda otilib tushib, yorilib bo'laklanib to'xtab qolgudek bo'ldi, qon qusib o'la yozdi. Uning ko'z oldi birdaniga chuqur tuman bo'lib qop qorong'ilashib va chayqalib ketib, qattiq baquvvat erkak qo'llari ruldagi tutqichdan bexosdan asabsizlanib sirpanib tushib ketdi, gursillab tizzasiga kuchi qolmay. U hozirgi daqiqada rostdan ham o'z ishonchsizligidan va azobli charchoqlardan, shokdan, umuman hushidan, aqlidan ayrilib ketgan edi ko'rgan tushidan. Chunki aynan uning orqa o'rindig'ida, o'z mashinasida, o'likdek muzlab xuddi taxtadek oppoq sarg'aygan kasal yuzlari son sanoqsiz azob va darddan chirib bujmayib qurib cho'kib ketgan holda xunuk qolgan xarobadek.
Ammo uning erkak yuragiga butun koinot va dunyodagi eng aziz va eng muqaddas tug'ilishi bo'lgan jannat inson farishtasi. Uni tuqqan muqaddas Saodat aya o'zi yuzlarida ko'zyosh yig'lab, tirik holda qon yig'lab, qo'rquv bilan mudrab qaltirab o'tirgan edi. Izlay o'z tuqqan farzandini uchratgan holda o'lim yoqasida mo'jiza bo'lib. Mardonning tutilgan quloqlari ostida dunyodagi barcha oldingi keraksiz tovushlar va quloqni kar qiluvchi shovqinlar. Katta qora mashina dvigateli motorining baland tovushli guvillashi o'chib, vahshiy va muzdek qora yomg'irning temir tomga asabiy tarzda urilayotgan shiddatli shovqinli ovozi to'xtab, katta xavfli trassadan yonidan uchib yorug'lik bilan o'tib ketayotgan ulkan yuk mashinalarning asabiy kar qiluvchi shovqini xuddi suv tagiga sho'ng'igandek birdaniga g'oyib bo'lib, yo'q bo'lib o'chdi sukutda. Faqatgina mashinaning o'sha qorong'u va sovuq zax qoplagan orqa o'rindig'idan ohista o'limtik eshitilayotgan kampirning qaltiroq va o'pkasi to'la zaif yarador nafas olish tovushigina bor ovoz bo'lib butun olamda qolgandi. Uning qulog'ida bong urib, uning qo'rquv va muhabbat aralash yoshlangan ko'zlari faqat orqani ko'rish miltillovchi oynasida haykaldek qotib bir nuqtaga ishonmay qadalib qolgan. Qon qotgan charchagan yosh miyasi hozirgina o'zining ishonmay ko'rayotgan bu muqaddas va mo'jizaviy manzarasi haqiqat umid ekanligini anglab qabul qilishdan o't bo'lib qattiq bosh tortib aqlsizlanayotgan edi. Telbadek ishonmay. Yo'q, umuman bunday aqldan ozish bo'lishi aslo mumkin emas hayotda. Men shunchaki tush ko'ryapman, yomon uxlab qoldim charchoqdan, holdan toyganimdan. Shuncha yillik tinimsiz asabiylashishdan, ruhiy ezilishdan, aqldan butunlay ozibman, devona bo'libman, shizofrenik degan o'y va qo'rqinchli xayol chaqmoqdek yashin tezligida etib o'tdi uning kasal xayolidan vahima ichida. Ammo orqa o'rindiqda bukchayib burchakka qisilib qolgan ayol hozir xuddi arvoh emasdi. U o'zining juda ozg'in, ko'zga ko'rinmas o'likdek sarg'ayib qolgan suyaklar, faqat qurigan suyak va bo'g'in teridan iborat bo'lib skelet qolgan qurigan qo'llari bilan eski ivigan iflos ho'l ro'molini yana yuzidan biroz xavotirlanib qaltiroq orqaga tortib surdi qochib. Va o'ta yig'lamsiragan xasta zaif titroq ovozda yana eski dardini eslab faryod bilan dodlab qo'rquvda takrorladi titrab. Bolam. Ey haydovchi, rahim shafqatli bolam, o'g'lim. Iltimos qilaman, mendan senga qanchalik imkon tezroq uchib hayda uchoqqa mashinani bolam. Agar katta samolyot osmonga uchib meningsiz ketsa tashlab, men yagona yolg'iz yorug'im o'g'lim Mardonimni tirikligimda butunlay topolmay armon bo'lib qolaman. U musofir uzoq joyda, qorli Rusning o'lkasida meni sovuqda och holda zoriqib kutyapti yetim bola. Bu munis va yig'lovchi ovoz endi Mardon uchun shunchaki uzoq yillik tanish musiqa emasdi tushidagi. Bu so'zlar bevosita to'g'ridan to'g'ri o'q bo'lib Mardonning yirtiq va yarador o'g'il yuragiga beshafqat sanchilgan qonli va qizdirilgan pichoq olov edi, uzoqdan unutilmas ohang edi. Uning o'ziga bo'ysunmay qotib qolgan katta erkak qo'llari beixtiyor va behush tarzda o'z-o'zidan sekin ruldan sirpanib kuchsizlanib pastga tushdi, yashin urgandek. O'z xo'jayini haydovchisini umuman yo'qotgan katta temir mashina ho'l sirpanchiq qora asfalt yo'lda o'zining butun mudhish muvozanatini dahshatli yo'qotib avariya yoqasida, tezlikda katta xavfli yo'lning qorong'u loyqa chetiga chuqurlikka qarab yomon og'ib yonboshlab tushib keta o'likdek tusha boshladi, sirpanib rejasiz. Mardon zo'rg'a halokat yoqasida o'zining aqlini va tushib qolgan vahimali hushini yig'ib amallab jon holatda o'nglab, oyoqlari ostidagi tormoz tepkisini shafqatsiz va bor kuchi bilan jon holatda qattiq tepib bosdi, asabiylashib. Eski changlangan qashshoq oqchobalt mashinasi g'ildiraklari g'irchillagan muzlatuvchi dahshatli ovoz bilan va qattiq yer tishlab, uzun asfalt trassasining balchiq va loygarli qorong'u xaroba chetidagi ulkan chuqur loyqagarchilikka gumburlab tushib kirib to'satdan qotib tormozlanib to'xtadi, motor o'chib jim bo'lib. Mashina tor va sovuq salonning ichida endi xuddi qabr ichidagidek quloqni batamom kar va o'lim kar qiluvchi dahshatli og'ir jimjitlik qulab tushdi, cho'kdi zulmat bo'lib. Mardon o'zining yumshoq haydovchilik o'rindig'ida toshdek muzlab yotib qotgan tanasi bilan turar. O'tkir havo yetishmasligidan nafas zarracha qattiq ololmas bo'g'ilib ko'kragidan va butun borlig'i vujudi juda yirik vahimali qaltiroq va o'lim titrog'i bilan zilziladek qattiq silkina dahshatli titray boshlagandi, qo'rquvdan muzlab qizib. U yuziga issiq qon urib sekin xuddi qorong'u bo'yniga 1000 tonna tosh qoyadek osib va bog'lab og'ir jazolab o'limga qo'yilgandek barmog'i og'rib arang va nihoyatda og'ir asta o'zining qiyshayib orqasiga yuzini sekin tutilib o'girdi, qaradi, umid ko'zi bilan burilib.
Mashinaning tepasidagi juda kichkina xira sarg'ish yorug'lik tarqatuvchi chirog'i miltillab yonib o'tishining sovuq yorug'i ostida ko'rinishicha. Orqa torgina o'rindiqda sovuqdan bukchayib o'tirgan o'sha xaroba notanish ayol uning bu to'satdan harakatidan va baqirishidan judayam kuchli qo'rqib hurkib ketib titrab. O'zining majruh singan jonsiz gavdasini mashina burchagiga ko'proq tortib kuchsiz qisilgan holda yana o'zining qaltiragan qonli zaif qo'llari va yengilari bilan o'zining ayanchli va qotib qolgan kasal yuzini qo'rqib dahshat bilan to'xtatdi. Menga yomon tegmang, sizlardan so'rayman. Meni boshqa umuman yana aslo urmang, azoblamang, qamab onam, iltimos sizlardan Xudo yuzidan dod qilib. Men o'zim qochib o'g'ri bo'lib ketganim yo'q, bu safar sizlardan aslo yolg'on. Men o'z jigarbandim o'g'limnikiga musofir tuproqqa ketyapman, samolyotda uchib yorug' izlab qochib. Mening o'z yo'l pulim ko'p bor, cho'ntagimda beraman. Mana oling, tortib bermayman, o'zim beraman, oling, qo'rqitmang, xavotirda oling barini deb yig'ladi pichirlab. U qaltiroq qo'llari bilan o'z yirtiq paltosining qo'ynidan titrab ehtiyotlab asragan qandaydir xunuk g'ijimlangan va nam qog'oz parchalarini. Aslida bu hatto bir tiyinlik qadrli qonuniy pul ham emas. Shunchaki qachonlardir ko'chadan terib axlatdan olingan eski keraksiz chizilgan gazeta qiyiqindilari, yirtiq qog'ozlar parchalari edi, iflos va qora. Ularni pul va najot deb bilib tezda shosha pisha chiqarib Mardonga o'z o'g'liga titroq qaltiroq qo'llari bilan uzatib, tutilib duduqlanib pora sifatida yalinib boshladi, o'lim yoqasida qo'rqib xunuk ko'rinishda qolib. Mardonning tutilgan tomog'iga o'lim bo'g'ib qattiq katta erkaklik achchiq alam yig'isi xuddi qon va muz qotgandek o'ta qattiq igna qadalib nafas olmay tiqildi, havo uzilib. Uning ikkala katta yoshli yongan azob ko'zlaridan yosh oqib, shashqator dengiz va daryodek qaynoq issiq qonli ko'z yoshlar chashmadek, xuddi buloqdek vulqon otilib uzluksiz tashqariga irg'ib chiqdi, faryod bilan azobdan ezilib oqib tushdi qo'liga tomib. Bu yuz berayotgan voqelik shunchaki tasodif yoki tush umuman emas, bu haqiqiy mislsiz qonli dahshat va yaratganning o'yin olovi. Bu qanday aqlga qora tushga ham sig'mas yovuz, mudhish, tuganmas, shafqatsiz qismat yovuzlik bo'ldi Xudoyim. Qachonlardir butun poytaxt Toshkent va badavlat shaharning yuzlab eng obro'li dabdabali bekalaridan, xotinlaridan biri bo'lgan osmondagi oydek aslzoda malikasi va hurmatga molik bo'lgan ayoli onajonisi, o'zining oqil, ochiq va mehribon yuzidan doimo oppoq farishta nuri xuddi oftobdek yog'ilib taralib isinib turadigan bir quvnoq go'zal farishta, muqaddas onasi, uning hayoti ma'nosi Saodat aya. Bugun hozirgi kunda poytaxt sovuq kechasida qandaydir yillar azobidan, o'qdan, aqldan butunlay ozib jinniga aylangan va adashib qolgan uysiz kimsasiz gadoydek. Hamshiralardan uzluksiz ovqat o'rniga faqat kaltaklanishdan, zarbdan, doim o'lgudek jonidan qo'rqib, dahshatdan xavotir qilib burchakka o'zini o'limga tayyorlab qisilgan qo'rqoq mushtipar tili kalima qotib qolgan bir g'arib tilanchiga, xarobaga, qonga belangan ko'rinishga, yomon aylanib batamom ayanchli ahvolga tushib qolgan murdadek ko'rinib o'tirgan edi mashinasida titrab xor bo'lib. Oyijon, deb osmonga chinqirdi. Onasiga otilib Mardonning tutilgan tomog'idan birdan qon yutib chiqqan bu dahshatli ovoz qiyofasi umuman yer yuzidagi bir tirik oddiy insonning ovozi va yig'isi ovoziga o'xshamas. Balki asrlar davomida zanjirband qilingan yirtqich va yarador sherning bolasi o'lgan onasi uchun faryod fig'on urgan nolasi va dod faryodiga o'xshardi. Tog'larni qulatar darajada ulkan bo'lib oh chekib, u yoqqa bu yoqqa urilib, yirtilib, qonga qorishib yig'lardi. U endi o'zida emas, mashina qulflangan eshigini o'ta qattiq shaytondek zarb kuch bilan asabiylashib dodlab ochilib, tashqariga osmondan jala bo'lib tinmay kuchli quyayotgan qora sovuq yomg'ir va suv jala ostiga o'qdek irg'ib o'zini quturib otdi. Balchiqqa yerga tushib ketib, o'zini yo'qotib erga urilib dahshatda. O'lim o'z qo'li bilan yomg'ir suvi, iflos loy va balchiq qora botqog'ini suv kechib mashina atrofini aylanib orqa qulflanmagan orqa eshikka yugurib ho'ngrab bordi, qaltirab, va uni ham asab bilan, vajohat bilan qattiq tortib ochdi, gumburlatib. Temir eshik ochiq osmonga qarab tushib. Mardon o'zi mashinaning yarqiragan ochiq katta eshigi yonidagi sovuq, iflos shilimshiq loy va yomg'ir to'plangan ulkan iflos ko'lmak ustiga zarracha e'tibor bermay to'g'ri cho'k tushib, tizzalariga loyga botib yig'lab qulab tushdi. Tizzalab osmon ostida Xudoga yig'layotgan osmondan tinimsiz jala yog'ayotgan muzdek qish yomg'iri uning yoshlik nurli yuzini, issiq kiyimlarini va qon yoshini shafqatsiz yuvib yerga tushardi, qonga qo'shilib suvdek.
Ammo hozirgi lahzada azobli mardon buni na sovuqni na yomg'irni dardi qalbida olov borligi uchun aslo sezmas, muzdek his etmas, olovdek yonib hissiz qotib muz bo'lib faryod urardi, osmonga chinqirib ayblab, o'zini so'kib urib ezilib. U o'zining yirik qaltirayotgan kuchi yo'q ehtiyotsiz qaltiroq sovuq qon qo'llarini onasiga mehr bilan, faryod bilan oldinga onasi tomon umid bilan sekin ehtiyotlab mehribonlarcha titrab cho'zdi, onajon deb quchoq uzatib. Oyijon, mening mehribon onajonim, jannatim, qonim, jigarim, mehribonim, Xudoyim asragan. Bu men o'z g'arib o'g'lingiz mardonman, ko'zingizni oching onajon. Oyi, sizning uzoq qora Rustam qidirib kelgan ukangiz yetim qolgan Soqov qora Rustamingizman, jigarbandim, mardonman, yagona qutqaruvchingiz yoningizdaman onajon, o'lmang onajon, o'lmang axir. Oyi, menga to'yib ko'zlaringizni ochib diqqat bilan menga yuzimga yaxshilab qarab qo'ying onajon, qonim. Nahotki bu azoblarda, dahshatlarda o'z go'shtingizdan bo'lgan farzandingizni, o'z bolangizni aslo tanimadingizmi, unutdingizmi ko'zingiz bilan deb ko'ksiga urib, o'zini yerga qorib, ho'ngrab, chinqirib, ovozi boricha dodlab, Xudoga nido qilib, qora dahshatli yig'lab faryod yubordi. Uning yirik erkak yig'isi baland gumburlagan, dahshatli osmon chaqmoqlari va momaqaldiroqning ulkan momaqaldiroq ovozi gumburlashi, portlashi bilan, ko'z yosh bilan, qon bilan havoda uzilib, qorishib, qo'shilib dahshatli ohang ketdi. Butun dunyoda yagona onani zorlanib, dod faryod qilib, yupatib, topib, kutishga talpinib. Saodat aya o'rindiqda asabiy, mudrab, sovuqdan, doimiy qaltirashdan, to'satdan hayratlanib, sehrdek jim to'xtadi, nafas olib. U bu nomni yillar aytilmagan so'zni eshitib, sekin egik, zaif, qon qochgan, suyakli, jonsiz boshini arang qiynalib, azobli va ohista mo'jiza umid bilan yoshlangan ko'zlariga ishonmay ohista sekin ko'tardi, bo'yini baland qilib, umid qilib oynaga qarab. Dahshat, ishonmay, qo'rqib, umid qilib, Xudodan o'tinib, so'rab, faryod bilan qaltirab, umid baxsh. Uning xiralashgan o'ta xira xastalikdan va azobdan hamda to'xtovsiz xorlik ko'z yoshlardan batamom so'qir darajasida so'nib deyarli xira qolgan kasal ko'zlari bir nuqtaga ko'rdek dahshat bilan ochiq ulkan eshik oldida to'qnash tizzalab, ho'ngrab, xuddi bola kabi yer mushtlab yig'layotgan navqiron o'g'il yigitning dahshatli go'zal qon qorishiq yuziga tikilib o'q bo'lib qattiq qadaldi, nishonga ishonmay olov bo'lib sovuqda qotib, umidsiz, umid qilib chaqnab, nurlanib. Dastlab mo'jiza ko'rib kampir o'zi umuman bu haqiqat, jannat ko'ziga o'ziga umuman ishonmadi, ko'ziga ko'rinmadi deb aqlini yo'qotgan deb, shizofrenik deb qo'rqib qoldi, alahsirab, ko'rmay tush deb, arvoh qora shayton o'yini deb asablandi, o'ziga shubha, o'lim deb bildi ko'zida. Uzoq yillar do'zax yuzini ko'rib, bu baxtli kutilmagan uchrashuv qandaydir yana o'zining asabiy dori ichgan miyasidagi uzoq ruhiy shifoxonaning qorong'u qonli devorlari orasida xayolidan yuz berayotgan, bo'layotgan, yoxud hamshiralar kaltagidan o'lim yoqasida uzilayotgan ruhining qandaydir navbatdagi tush yoki gallyutsinatsiya, o'lim talvasasi bo'lsa kerak, aldamchi deb azob o'yladi, sovuqda aqlan shubha qilib, qorong'u zulmatida. Chunki u salkam to'liq o'tgan robba rosa qonli 3 uzun yil mashaqqat, azob, kunu tun davomida har kecha o'lim azobida yotib, har kuni aynan mana shu baxtli ajoyib manzarani ko'rishni. Kenja go'zal suyukli mardon o'g'li, qahramon bolasi uning yerdan qaytib kelib, dushmandan uni kuchli qutqarib, baland mehr qattiq qizdirib quchoqlashini o'z dardida, har bir tushida, shirin ohangda va har bir ibodatida yig'lab, dod qilib ko'rardi, eslardi. Xudodan qon yig'lab, zorlanib, nido sado deb so'rab, o'lib tirilib faryod qilar. Va yana har bir baxtsiz yovuz sovuq tong o'rnidan dard ko'tarib uyg'onganda tush ketib, yana o'sha mudhish azobli zax jannati bo'lmagan sovuq shafqatsiz o'lik qariyalarning do'zax palatasiga, yetim kampirga aylanib, ko'z yosh bilan majbur azoblanib, asira quldek faryod qaytardi, afsus qilib, sovuqqonlik bilan tushunarsiz ahvolida tiriklayin ko'milardi jallodlar qo'lida. Kampir endi qaltirab, umid nuri bilan ko'zi to'lib, faqat g'ijimlangan, ozg'in, zaif, ojiz, faqatgina sarg'ish suyak terisiga yopishib ko'rinib, zaif, iflos bo'lib, sovuq qolgan ingichka eski barmoqlarini yig'layotgan yuziga va oldinga xuddi sekin, asta chaqaloqdek shoshilmay, ishonchsizlik bilan, sekin, past, ohista, umidvor va faryod bilan uzatdi, tekkizdi, ko'rmoq uchun havoda tirik ekanini his qilish, so'rab his qilishni niyatida, Xudodan iltijo bo'lib so'rab, faryod, nido, mo'jiza yuz. Uning quruq sovuq terisi, jonsiz mushtipar, jonsiz qaltiroq qarigan yarador mo'rt mehribon qo'li zaxda o'tirgan joyidan birdan yuzida dahshat mardonning sovuq havo, qish yomg'ir suvi, iflos balchiq loy va issiq qaynoq qonli qasos daryo ko'z yosh tomchisi yuvib tashlayotgan qattiq qizigan, azobli va qo'rquv aralash o'g'il yuziga o'z yoshini tekkizdi, ehtiyotkor teginishini, iliq hisini mehr bilan urdi, kuydirib, his mehr topdi, quchoqlab tegib.
U onalik azob barmoqlari mehr bilan uzoq hitlab o'z farzandi qon tomiri Mardonning issiq go'zal yosh nurli peshonasini avaylab sarg'aygan tilla silliq peshonasini avaylab o'pib qo'rqib qoshlarini azaliy tanish ko'zlarini va yomg'irli shishgan yig'lagan azob yuzlarini erkalab uzoq hitlab mehrini xuddi bolakaydek mehr bilan sog'inch hitlab asti ko'zi ko'rdek sekin siladi, yuvib erkalab avaylab quvib mehr taratib ohista dahshatsiz mehr topib. Uning mushtipar qon qochgan ona azobli tomiridagi o'lik jonsiz tomirlardagi lahta qotib qolgan oppoq qoni shu on shu teginish sehrida xuddi yaratganning maxsus bergan ruhiyat dahshatli buyrug'i qayta tirilish hayot faryodi yangragandek to'xtagan. Jonsiz yuragi bilan qaytadan urib tomirida qayta qattiq va baquvvat jo'shib tirik jondayoq aylanib qaynaq xuddi yoshlik kuchidek kupillab urib yana sado yura o'yna olovlana boshlagandek olov kuch kelib mo'jiza baxt bo'ldi kuchli ruh kirdi unga. Yaratgandan ulkan madad farishta ovozi shifo. Mardon. Mardon jon jigar bolam meni yagonam tirgagim farishtam najotim chindan o'zginam rostdan ham. Chindan sen o'zginam o'zingsanmi mening yo'qolib topilgan o'lgan tushlarimdagi tirik mo'jiza xudoyim jigarim mehribonim tayanchimmi senmisan farishtam xaloskor sen o'g'il o'zingmisan jigarim qaynoq qonim deb qo'rqib hayron ajab umid. Men seni jigar o'lgan deb yig'lab mendan olib Mardonimni men tirik qabrdan qorong'u qafas o'lim xarobadan asiraxor bo'lib qutqarib osmonga yorug' ochiq uyga yorug'lik nurga qutqarib yirtqich azoblardan saqlab olib tirik vatan uyga xalos ketgani. Izlab so'rab men yetimni izlab topib jannatim deb ko'rmoq o'limdan meni oldimga farishta umid azob qutqaruvchim keldingmi meni o'zing jannatim najot farzandim Mardon bolam nur qonim jigarband o'g'lim deb pichirladi bo'g'ilib nafas uzilib titrab faryod. Nido umid aylanib o'kindi alam dahshat ko'z yosh aytib qattiq faryodlab shubha azob dodlab urib ingradi g'aribona onalik cheksiz sog'inch so'rab Xudoga shukr. Yo uzoq mehribon beminnat qudratli mo'jiza yaratgan hamma qudrat o'zingsan Xudoyim yaratgan Alloh rahmdiling mo'jiza karaming keng o'zingsan cheksiz yolg'iz Xudoyim nido. Mushtipar dahshat azobdagi bechora qutqaruv kutgan onajon oqila pokiza saodat ayaning o'z farzandi qari titrayotgan qurigan g'aribona shirin tomog'idan osmonga faryod fig'on yig'i azobli nido voha va qutulish yig'isi achchiq alamli uzoq ingrash. Baxt qaynoq umid sog'inch asari uzoq cheksiz yig'i va achchiq xursandchilik og'riqli to'yish o'ksinish shukrona nidosi aralashgan qonli ming xil turli aralashgan aqlga dahshat sig'mas faryod nolasi qandaydir azob o'lim tiklangan faryodli hech bir inson eshitmas qonli tushunib zarracha ham idrok tushunib bo'lmas sado Xudoning qudrat faryodi otilib chinqirib osmonga chiqdi faryod voha dahshat portlab otildi daryo qon oqdi yig'lab osmon. Mardon o'zining yorilgan g'azab azobli va afsus qaynoq hisli qasosli baxt yuragini erkak yig'isini or g'urur dahshatni zarracha boqiy tutdi aslo ushlab o'zini o'lim bosa qattiq umuman tiya eplay olmay qoldi uzilib tamoman. U o'zini faryod otilib yovvoyi yer chang loy asfalt ho'l dahshatli yerdan shiddat bilan gumburlab qushdek otilib yig'lab oldinga dahshat tashi o'tilib. Uzilib o'lgan jonsiz azobli xor qari onasining holsiz sovuq iflos nam yomon xarob bo'lgan eski qotib yirtiq axlat qoldiq yupqa chirik xarob qop qora o'lik plashga zaif ingichga o'ralgan murg'ak va juda xaroba jonsiz arvoh vujudini va o'lik tirik issiq zaif mo'rt suyakli qattiq asrab nozik badanini o'z quchog'iga mahkam qaynoq mehribon va o'ta qattiq azob dod quchib o'pib asrab bor kuch ilohiy sevgi bag'riga o't kabi mehrli bosdi bag'riga kiritib kuchdi ezib quchib oldi isitib ona vujudini asrab quchoqlab saodat aya xuddi hayot ruh farishta tirik ona ham bor o'z qolgan tirik ichki quvvat kichik yarador nozik zaif jonsiz ikkala nozik qaltiroq qo'li o'lik qo'li bilaklari bilan izlab o'zining katta bag'ri o'g'lining yirik yosh mard qutqaruvchi qo'l yigit mard jasur quvvatli bo'yniga qattiq tirik yig'i chirmashib osilib chirmovuq o'ralib umid dahshat mahkam yopishib asrab oldi jigar hidlab Xudo quchoqlab ketolmaydi deb qattiq urilib quchoqladi bo'ynini dahshat o'ziga osilib qo'rqib qaltirash uzilib qo'yib ketish qo'rqib o'pib qo'ymas osildi mahkam faryod o'rab jigar uzilib mahkam ushlab. Ular kimsasiz qorong'u qonli uzoq faryod to'la trassa chetidagi eski mashina xira umid nuri yorug' tushib eshigi azob yig'i ochiq temir xarob mashina qorong'u zulmat dahshat eshigi nuri oldida huvillab yotgan sovuq yomg'ir izg'irin qora yomg'ir. Shamol vahima asabiylik dahshat qorong'u uzoq kecha tunda yolg'iz sahro ko'cha jim trassasida mardlar dahshat tunda dahshat qattiq osmondan chelaklab yog'ib yuvib tozalayotgan sovuq jala osmon ko'z yosh jala do'l ostida ikkala g'arib yarador ona bola. Azob umid baxtli umid mehr uchrashib bir-birlarini uzoq judolik uzoq g'am so'nggi ayanchli o'lim qaytadan mo'jiza farishta orqali qayta yuzma yuz qon topib bir umrga chin yig'lab osmon dahshat osmon chinqirib gumbur faryod qilib bir qon faryod uzoq
Jigar dahshat yig'lashardi faryod dod quchib qo'yvormay daryo azob umid. Mushtipar ona qari onajondan sevib hidlab o'z qorni bolasi aziz go'zal bolasi navqiron qon bolasi go'sht bolasi mard bolasi vujudining hidini tiriklik issiq jannat iforini shirin yoshlik tanish jannat mo'jiza bolalik iforini asrab ishitlar yig'lab asrab faryod uzoq ishitlar. Bolam mardon qonim bolam mardonim sen jigar dahshat chindan sog' omon o'lmagan umid sog'lom farishta mard tirik va sog' omon umid omon quvvatli yaxshi ekansan sog'sanda jigarim mo'jiza qonim o'g'lim najotim xudoga ming mo'jiza dodlab xotira shukur deb faryod nido. Uning yuz azob silliq erkak shirin asrab ko'z yoshlaridan toza nam yig'i ko'zlaridan yosh qon yuz ko'zlaridan yomg'ir yuvgan pokiza silliq ho'l aziz dahshat yuz ko'z peshona qoshidan tinmay dodlab quchib faryod chekib cheksiz jannat o'par azob daryo umid o'par yig'lab qo'ymay asrab dod o'pib ishitlardi xudoyim rahmat ona. Mardon baquvvat mard o'g'il esa uzilib o'ksinib faryod charchab yig'lab yosh to'kib mardon o'g'il o'z yagona onasining qiynalgan azob qaltiragan quruq qotib muzlagan og'riq asab dahshat qo'llarini xor qoraygan qari qaltiroq jonsiz qattiq sovuqdan qon sovuq shamoldan o'lik jonsiz va sovuq muzlab suyak bo'lib sarg'ayib qolgan ona qadoq jannati muqaddas kafti xaroba qarigan qariyalik azob qo'llarini o'zining yig'lagan nam olif yonayotgan yosh issiq baquvvat qaynoq umidli quvvat ho'l issiq olovli baland issiq yuziga mehribon pardozi va go'zal issiq yuziga mahkam qattiq isitib yig'lab avaylab bosib quchoqlab faryod yig'lab faryod chinqirib osmonga yaratganga azob do'zax yig'i dahshat urardi qon dodlab mardon. Meni musofir mard nomard qutqara xudbin itni faryod kechiring meni farishta g'arib mushtipar yolg'iz oyijon umid onam meni yaramas yovuz befarq qo'rqoq adashgan yig'i meni afsus dahshat it o'g'il bolangizni aslo xudo dahshat cheksiz kechiring qon. O'zim xato meni ablah it o'g'il dahshat g'ofil itni qon o'g'il ko'rni adashib musofir qo'rqoq itni so'kib urib o'ldiring men it o'g'ilni kechiring mardonni afsus ko'z onam. O'z tuqqan oq sutingiz muqaddas farishta tuqqan onamni o'z jannatimni dushman it yirtqich azob iblislar akalarim do'zaxlardan ulardan balolardan dahshat qorovullay qo'riqlay asray oldim qutqara himoya mutlaqo o'q qilib himoya eplay dahshat qila olmadimku qon ko'r faryod kechir oyi o'g'il bo'lmay o'lay oyi. Shunday bebaho oq farishta jannat qari nurli muqaddas oltin silliq chiroyli oppoq boy mehribon farishta nurli xaloskor xudo bergan osmon farishta do'zax mehribon eng yaxshi buyuk do'zax onamni qanday qilib o'lim xor qilib itdek qiyin sovuq balchiq do'zax qabr yovuz qilib zulmat qo'ydim qafas qanday axir qon oyi meni jazolab aslo mardon it deb faryod kechiring deb faryod yig'lardi dod ko'zyosh qon o'kirib ezilib parchalab urdi xudoga mardon ezilib osmon faryod dahshat. Mardon o'z faryod dahshat yig'i onasining eski ko'ylak ozg'in qari sarg'aygan zaif murg'ak jonsiz quvvatsiz ingichka ho'l suv sovuq qari mudhish xasta suyak xaroba nam ho'l yomg'ir tizzasiga qattiq qulab ezilib daryo o'g'il boshini asrab sekin ezilib egilib mehribon boshini yig'lab ho'ngrab qattiq faryod ezilib g'arib tizzaga o'z mard og'ir bosh jigar qo'yib uzilib faryod azob daryo umid yig'lardi uzilib bola bo'lib charchab dod. Yig'lama o'g'lim aziz o'g'il faryod asrab jigar qon bola bo'zlab qon o'ksinib mardon yig'lama o'zim jigar bolam nur. Yig'lama dod urib aslo qon o'pkang bola faryod qon bola yig'lama. Men xaroba dahshat yovuz tush asrab sening shu qutqaruvchi yorug' go'zal sog'lom mard o'g'il nurli chiroyli nur qaytgan